Bugun IELTS haqida gaplashmaymiz. Umuman, menimcha akademik narsalar haqida gaplashmaymiz. Bizda hozir 90% muammo profitsitda, abundance'da. Hamma narsamizda bor. Biza overstimulated societymiz. Slishkam stimulyatsiyaga duchor bo'lgan societymiz. Ya'ni sizning intuitsiyangiz bu kelajakda o'sha vetka событияda bo'lgan sizni versiyangiz va sizni hozir ogohlantiryapti. Travma degan so'zga biz slishkam noto'g'ri anaqa berib yuboramiz. Travma. Mana travma. O'zi travma nima bilasizmi? Sanda agar u odam haqida nimaga degan savollar bo'lsa, u odam sen uchun emas degan. Chunki biz sразу o'ylaymiz 17 Pro Max olib berdi, demak sevadi. So'kish mumkin emas deb podkast deymiz, so'kardim. Adrenalin baland bo'lganda bizani mana qorachiqimiz kattalashadi, odam nima qiladi? Jangga tayyor. Hayot tarzimiz genetikamizni o'zgartirishi mumkin. O'zgartirishi mumkin. Sizda har doim shans bor. Bolalaringizni bekorga aytmaydi-yu, bolangni tarbiya qilmoqchimisan, o'zingni qil deydi-yu. Shuncha narsani o'rganibdi. Endi shuncha deganda, men uchun siz o'rgangan narsalar juda ko'pda. Hayotning ma'nosi nima ekan? Assalomu alaykum hammaga. Bugun Uzum podkastida uzoq kutilgan, lekin ko'p rad qilingan son Barnopa Muqimova bilan kepsiz Barnopa. Assalomu alaykum. Kutilgan, lekin kutilmaganda bo'lgan podkast deydi-yu. Shunaqa. Rahmat taklif kepsiz. O'zingiz yaxshimisiz? Qanaqa? Podkastning nomi nima edi? Uzwoman. Uzwoman. Da. Qattan unday nom keldi. Ne Uzgirls emas. Bilmayman, shunaqa xayolimizga kelib qoldi. O'zi men sizga yozdimmi, yozmadimmi? Esingizdan bu podkastning g'oyasi anaqada kelgan, yozdi. Sizlar Hasan xo'ja aka bilan podkast qilgansizlar, o'sha yerda o'tirib qaysidir gapingiz ta'sir qildi. Men ayollarning advokatiman dedingiz-da. O'shanda o'zi bundan oldin sal boshqacharoq ideya bor edi, no podkast g'oyasi o'sha yerda tug'ilgan o'zi. Birinchi yozganimda ham shu narsa aytdim. O'zi Barnopaga birinchi chiqishimiz, adashmasam, birinchi songi bo'lgan. Ma'rifatdan ham oldin bo'lgan. Keyin yo'q demaganlar, chiroyli javob qilganlar, lekin yo'q demaganlar. Shunaqa. Nima bilan bandsiz bugun? Ko'rinmay qoldingiz. Mana ko'rindimi? Podkastlarda ayniqsa. Bilmadim, anaqa ketma-ket podkastga chiqsam, o'zimda fikrlarni takrorlanayotganini sezaman. Masalan, yaqinda ham seminar bo'ldi, undan oldin Do'rna aka bilan podkast bo'ldi. Seminar ham nimaga zapis qilingan, lekin ko'radiganlar aytishi mumkin. Bir xil ko'p fikrlar deb. Ha, lekin uni orasida kitob o'qib ulgurmadim. Tam bir nima yangicha narsani fikrlab ulgurganim yo'q. Shuning uchun ham bir payt bo'lgan shunaqa sezon Barnopa to'yga chiqib artistlar sezon pul ishlaydi-yu, qanchadan bo'lyapti endi? Qancha pul ishladingiz? Ketmagan podkastda har kuni deyishdi. Keyin qarasam, уже качество tushyapti. Yo'q, men podkastga maza qilib gaplashgan chiqaman. Bu yerga kelishingizga nima sabab bo'ldi? Va'da berganim bo'ldi. Berganman-ku va'da. U miyamni bitta chetida turibdi-yu. Qilmading. Keyin o'zim yozdim sizga. Bugun bor vaqtim, chorshanba kuni bor vaqtim deb. Juda ham xursand bo'ldik kelganingizdan. Bugun IELTS haqida gaplashmaymiz. Umuman, menimcha akademik narsalar haqida gaplashmaymiz. Bo'ldi. Asosan sizga yuborgan topiklarim bo'yicha gaplashamiz. Shu topiklaringizni sal tushunmadim-da. Ozgina men o'z definition berib ketaman. Masalan, birinchi bizani bermoqchi bo'lgan savolimiz sizga ham shunaqa tuyuladimi? Odamlar status game'ga tushib qolgan. Ya'ni odamlar nima deydi degan narsaga. Masalan, bitta odam qanaqadir harakat qilmoqchi bo'lsa, uni o'zini xayolida tanlab olgan hakamlari bor. Ya'ni u harakatini ularni taxminiy javoblariga qarab qiladi. Bu bo'lishi mumkin ota-onalar, jamiyat, do'stlar. Endi bu bor bo'lgan va bo'ladi afsuski. Bundan chiqib ketib bo'lmaydi? Yo'q, eng kuchli qo'rquv bu ijtimoiy qo'rquv hisoblanadi. Social fear. Social rejection dan qo'rqish. Chunki biz biologik social creaturelarmiz. Bizning survivalimiz uchun, sizga tarjima qilib nima qilib turasiz? Tirik qolishimiz uchun biz har doim gruppani bo'lishimiz kerak bo'lgan. Hozir menimcha hamma joyda erinmasdan aytib chiqyapman, neyrobiologiya o'rganyapman, o'qiyapman onlayn. Bu narsani yana chuqurroq o'rganmayapman-da. Manba. Shuning uchun ham savollar tanladim. Fear of public speaking, manba bolalar IELTSda ham bor bu narsa. IELTS xohlamaysiz, endi bar misol IELTS bo'ladi. Tam manba doskaga chiqib, hammani oldida prezentatsiya qilish, ya'ni public speaking, jamoa oldida gapirish nima uchun bu juda ham kuchli qo'rquv. To'g'rimi? Chunki bizani baribir o'sha back of our mind turadigan fikr, meni reject qilishligi mumkin. Men part of social group bo'la olmayman degan fear bo'ladi. Odamlar nima deydi?
o'ziga hakamni topib olishni aytayotganingizdek, bu hammasini tagini ko'rlaydigan bo'lsa, baribir ichida qo'rquv, teyda qo'rquv chiqadi. Bu qo'rquv nomi social rejectiondan qo'rquv. Agarda masalan 30 yosh oila qurmagan ayol kishi qari qiz degan tamg'a, to'g'rimi? Social rejection bo'lyapti. Yoki yigit institut bitirdi, ish topgani yo'q, yana tamg'a, ya'ni ish topa olmayotgandan menimcha kamroq siqiladi, lekin ko'proq siqiladigani odamlarni ish topa olmayotgani haqida ularda bo'ladigan fikrdan. Bu har doim bo'ladi va afsuski bundan foyda bilan qanaqa chiqib ketish mumkin? Endi insonga bari stimul kerak-ku bir nimaga erishish uchun. Masalan, qo'rquv ham zo'r stimul bo'la oladi-da. Bizda mana neyrobiologiyada motivatsiya so'ziga ikkita ta'rif bor aslida. Birinchisi bu punishment system, ikkinchisi bu reward system. Ya'ni motivatsiyani biz har doim motivatsiya berdi deymiz, yomon narsa ham motivatsiya berishi mumkin. Qo'rqqanimizdan qilishimiz bu yana o'sha biologik eng kuchli motivatsiya hisoblanadi. Qo'rquvdan qilingan harakat. Lekin bilamiz, qo'rquvdan qilingan harakat har doim ham positive resultga olib kelmaydi. Masalan, ish topish kerak, institut bitirdi, to'g'rimi? Endi institutdan keyingisida baribir ish topish bo'ladi. Topmayapti, oradan vaqt o'tyapti. Mayli, hali o'zimga mosini topaman degan mana tavakkal qilib, kutib, umid qilishga menimcha sabr odamni kamroq bo'ladi-da. Mana social rejectiondan qo'rqqani uchun ham ko'proq harakat qiladi. Chunki qo'rquv baribir ham ustun keladi. O'zimizni ham oladigan bo'lsak, menda sal boshqacharoq ishlaydi. Men qo'rquvdan harakat qilmayman. Menda nabarot bo'ladi. Qo'rqitishsa battar qilmayman. Chunki menga manipulyatsiya tuyuladi bu narsa. Men bir menga nima uchun rostdan ham yaxshiligini tushunsam qilaman. Oldindan shunaqami yo psixologiyani chuqurroq o'rganganingizdan keyin? Yo'q, oldindan shunaqa bo'lgan. Men nabarot tushunmasdim. O'sha anaqa katta komandada ishlaganimizda ham bunaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi deb tashqarida yigitlar komandadagi bolalar motivatsiyalar berishardi-da. Tasavvur qiling, agar mana bunaqa bo'lsa bunaqa qilasiz, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'lmaydi desa, menda bu triggerlar hech ishlamasdi. Ketan sizlarga shular ta'sir qiladimi derdim. Ta'sir qiladi. Yo'q, men yoshim kattaligi uchun yoki menda anu reward system boshqacha ishlagani uchun derdim. No, menimcha aksariyat odamlarda punishment system yaxshiroq ishlaydi. Lekin juda sho'ng'ib ketish nimaga olib boradi deb o'ylaysiz? Sho'ng'ish nimaga? Status gamega. Faqat odamlarning fikri bilan yashash. deb bilmasam, endi o'ylab ko'rmagan ekanman. Nimaga olib keladi? Tadqiqotlarda yo'qmi? Chuqur baxt tuyg'usiga aniq olib kelmaydi. Chunki siz sizga reward beradigan, baxt beradigan tuyg'uni boshqalarni nimasiga yuklayapsiz. Odamlar nima deydi? O'tirsangiz o'tiribsan deydi, tursangiz turibsan deydi, sochingiz qiyshiq ekan deydi, ochki taqib oldi deydi. Masalan, nimaga bunaqa futbolkada deydi. Hamma gapiraveradi. Men nazarimda odam qulga aylanishi boshlaydi. Ani puppet bo'ladi-yu, kuchukchaga o'xshaydi. Uzr bu taqqoslashga-yu, yoki ani sirkdagi hayvonlarga shakar bersa tryuklar qiladi-ku. Nima uchun o'sha narsa ichkaridan chiqmaydi? Nima uchun? Xuddi puppetga berdida, u bo'ldi tryuklar ko'rsatadi. Ani publikaga igrать qilish boshlanadi. Katta ball olish, kattaroq narsalarga erishish, lekin ichidan shu narsadan inson satisfied bo'lyaptimi? O'zi qoniqyaptimi? Menimcha eng katta baxt o'shanda. O'zi maza qilishi. Qotgan ishidan, o'rganayotgan narsasidan, dars berib maza qiladigan tanishlarim ko'p. Men o'zim ham shunaqaman. Menga ham qiziq shu. Masalan, shuncha skillslaringiz bo'lib turib, hali ham IELTSda yoki umuman dars berishda faoliyat olib borayotganingiz. Menga ham qiziq shu narsa. Menga qiziq bo'lgan. O'rganganimda nima? Agar bitta narsani takror ko'rganimda men allaqachon zerikkan bo'lardim. Chunki mening miyam baribir любопытный miya. Qiziqadi, o'rganadi, unga sho'ng'ib ko'radi. Men uchun har doim miyamda birorta bir challenge muammo bo'lishi kerak. Nimaga mana bunaqa bo'lyapti? Masalan, professional sferada, keyin uni neyrobiologiyadan o'rganib ko'rasiz, psixologiyadan o'rganib ko'rasiz, sotsiologiyadan o'rganib ko'rasiz. Har tomonlama o'rganish meni miyamni menimcha sharp qilib ushlab turganda, agar kirib necha yillar davomida faqat bitta gapni to'tiqishda qaytarganimda, masalan, readingda 40 ta savol, 3 ta passage bo'ladi. Ularga yaxshi javob berishingiz kerak, diqqat bilan o'qishingiz kerak. Men allaqachon zerikib ketgan bo'lardim. Agar mashq tomoni bo'lmaganda, menimcha yo'q. O'zgarishlar bor-ku, odamlar o'zgaradi. Har qanaqa o'zgarish uchun odatda pul, vaqt, xohish, bilim kerak bo'ladi. Duh kerak. Duh ham kerak bo'ladi. Lekin shularning ichida bitta bizdan kerak bo'lgan narsa xohish bo'ladi. Mana odamda nimaga xohish tez keladi, tez ketadi? O'zi qiziqish qanaqa paydo bo'ladi?
Savolni tushunmadim uncha. Masalan, aytyapmanki, har qanaqa o'zgarish davlatda bo'ladimi, kompaniyada bo'ladimi, odamlarda bo'ladimi, bo'lishi uchun pul, vaqt, bilim, imkoniyat kerak bo'ladi. Shu narsalarni ichida insonni ichidan kerak bo'layotgan narsa bu faqat xohish. Savolim shunaqaki, masalan, bizada ko'pincha xohish tez keladi, tez ketadi. Xuddi ana ilhomga o'xshab. O'zi qiziqish qayerdan paydo bo'ladi? Nimaga olib kelyapman buni? Masalan, siz IELTSda eng top darajada bo'lib turib, nevrobiologiyaga qiziqish qayerdan keldi? Nimaga bu soha sizga qiziq tuyulyapti? O'zingizni qaysi hayotingizda yechimi beradigan soha deb ko'rasiz buni? Ko'p talabalar hozir complain qilayotgan narsa intizom, diqqat, motivatsiyani yo'qligi. Bizda hozir 90% muammo profitsitda, abundancedan. Hamma narsamizda bor. Kiring YouTube'ga IELTS reading deb yozing yoki bilmadim, birorta bir savol IELTSda siz qiynayapti yozing, bepul tiqilim informatsiya bor. Ya'ni muammo informatsiya yo'qligida emas, bizning davrimizda muammo informatsiyaning yetishmasligida bo'lardi. Hozir muammo o'zimizda bo'lyapti. O'zimiz birorta bir ishga encourage qilishimizda yoki birorta bir ishni oxirigacha yetkazib qo'yishimizda bo'lyapti. Menimcha sabab bo'ldi. Nima qilmayapsam, intizomli emasman-da. Unda keyin o'tirdim. Ammo miyam hamma narsani formulaga bo'lish yaxshi ko'radi-yu, unda intizom nima? Intizomli insonni intizomsiz insondan nima farq qiladi? Ular miyasi boshqacha ishlaydimi yo tug'ma bo'ladimi? Unda nimaga bitta oilada bir xil ota-onadan tug'ilgan farzandlar ikkalasi ikki xil bo'ladi ba'zida? Bittasi intizomli, bittasi intizomsiz bo'ladi. O'zi nima u fanda intizom so'ziga definition nima? Shu narsalar menimcha bo'lgan. Men bu aytayotgan narsangiz ichida xohish bo'lishi kerak deyapsiz-ku. Endi ichidagi xohish insonning ichida birinchi paydo bo'lmaydi. U environmentdan kelib chiqib insonning ichida paydo bo'ladi. Masalan, to'g'ri vaziyatda bo'lib qolish juda ham muhim. To'g'ri vaqtda, to'g'ri vaziyatda, to'g'ri insonlar bilan bo'lish, menimcha bu muvaffaqiyatli bo'lish. Shu omadda menimcha eng to'g'ri definitioni shu bo'ladi-da. Omadim keldi degani siz omadga tayyor bo'lganingiz uchun siz omadda ko'ra oldingiz-da. Opportunityni ko'ra oldingiz-da. Tayyor bo'lmagan insonga omad kelmaydi-da. Shunaqa deb o'ylayman. U omad emas, ya'ni lotereya o'ynadi, lotereyada yutib qoldi, tam shuni omad deb o'ylashi. U prosta randomness hisoblanadi. Omadning qadri juda tushib ketgan. Bunda omading keladi, ham bu omadga ham nima deydi, mas'uliyatni o'zidan olib tashlab, omadga ham yuklashdi, qaysidir ma'noda. Juda ko'p tanishlarim bor, bilaman shunaqa odamlarni. San yigit omadi bilan anaqa qilma, o'ynashma, insonni qachon omadi keladi bilmaysan. Men qaysi formulaga ishonaman? Harakat qilmasa hech qachon kelmaydi. U omad kelganda ham ushlab qolish uchun inson tayyor bo'lish kerak-da, opportunityga. Davay biznes qilamiz. Davay sen nima qilasan? Men sarmoya kiritaman. Sen nimalar qila olasan? O'shanga ham tayyor bo'lish kerak. Bu omadmi? Omad. Juda katta omad. Lekin siz tayyormisiz shu omadga? Qayerda yotibdi bilmaysiz, nasibingiz qayerda bilmaysiz, lekin harakat qilmasangiz aniq u narsani terib ola olmaysiz. Nevrobiologiya bo'yicha hozir faqat darsingizda qo'llash uchun o'rganyapsizmi yo bu shaxsiy qiziqishga aylanib bo'ldimi? O'zi shaxsiy qiziqishdan boshlangan. Tushunishga menimcha menda curiosity har doim bitta narsa bilan bog'liq. Tushunmayapman, bilishim kerak. Ya'ni bilmayman, miyamda kichkinaligimdan ustanovka bo'lib qolganmi, men aqlli insonman degan narsada, yoki men aqlli bo'lishim kerak, ya'ni sindrom отличницы deydi hozir psixologlar sразу tamg'a qo'yadi. Oldindan disclaimer qilib aytardim, bizda bo'ladigan narsalar bejiz emas. Bizni minuslarimiz bilan ham ideallaymiz-da. U bekorga berilmagan. Bizlarni bekorga qo'rquv bilan yaratmagan. Qo'rquvlarning ham o'zining funksiyasi bor. Ikkilanishi ham o'zining funksiyasi bor. Prosta miya bilan odam kelishib olish kerak, bilish kerak o'sha narsani. Bu meni hozir amigdalamdan chiqyapti, bu meni limbik sistemim. Eski miyam menga aytyapti. Anu gapcha bilasizmi? Yana ham chuqur tushundimda. Inson bo'lib yaralmaydi, tug'ilmaydi, insonga aylanadi. Chunki bizda ikki xil miya bor-da, prefrontal korteks bor, bu относительно yengilroq miya. Bu yoqda murakkab qarorlarni qabul qiladigan qismimiz prefrontal korteks, PFC hisoblanadi. Bu bizning CEO'miz. Ya'ni nima qilamiz? O'qiymizmi? Qaysi universitetga kiramiz? Katta bo'lsak, qaysi kasb tanlaymiz? Qaysi tomonga qarab ketyapmiz degan hayotimizdagi muhim qarorlarga responsible bo'lgan qismi miyamiz PFC hisoblanadi. Lekin PFC o'ta dangasa. Unga juda ham ko'p conditionlar kerak u ishlashi uchun. Environment to'g'ri bo'lishi kerak va eng muhimi
bizani qaror qabul qilish batareyamiz o'tirmagan bo'lishi kerak. Men YouTube'da ham yaqinda shu haqida qilgandim. 2026-yilda o'zgarish xohlaganlar uchun degan podkastda. Isuni misolda berganman. Bu aslida bizani o'sha intizom, will power batareykamiz hisoblanadi-da. O'sha Steve Jobs eng yaqqol misol. Doim bir xil narsa kiygani, ya'ni menda ham bo'ladi-da, bir xillarda o'ylardim. Voy, mehmon keladi, birinchisiga nima qilamiz, ikkinchisiga nima qilamiz? Men ichimda bir nima meni yerdi-da. Неужели men tug'ilib, o'sib, shu IQ bilan, ya'ni bilaman ichida inson potensialini biladi-da. Ya'ni o'zini o'zi koyish ham u ko'pincha luzerlarda bo'lmaydi. Bu nabarot o'zini potensialini baholayapti-da, bundan ham yaxshi qila olishiga ko'zi yetyapti-da, qila olmagani uchun ko'proq inson o'zini urishadi-da. Endi men shunaqa deb hisoblayman-da. Nima deydi, ahmoq o'zini aqlliman deb hisoblaydi-yu, aqlli inson o'zini ahmoqman deb hisoblaydi. Xuddi shunga o'xshab potensiali katta bor odam o'zini luzerman deb hisoblaydi-da, уже давай harakat qilishing kerak, san qo'lingdan ko'p narsa keladi deb-da. Qo'ldan ko'p narsa kelmaydigan odam o'zini даже motivatsiya ham qilmaydi-da. He's okay with that. Да. Вот, PFC'miz charchab qoladi ko'p holatda. Masalan, supermarketga kiramiz. Nima bizga har doim aytishadi, spisk qilib olgin deydi. Nima olmoqchisan? Non ol, sut olaman, uni olaman, spiska qilamiz-a. Spiska qilmasdan kirganingizda, spiska qilib kirganingiz bilan farqini sezganmisiz? Farqi bor. Baribir farqi bor. Eng katta farqi sizga kerak emas bo'lgan narsalarni ko'proq olasiz. Yana och kirishingiz kerak emas supermarketga deyishadi. Buni neyrobiologiyadan tushuntirsak, PFC bo'ldi. Mana siz necha marta yo desangiz, shunchalik zaryadkangiz o'tiradi-da, endi важный narsalarga yo'q deya olmaysiz-da. Shuning uchun ham buni supermarketdagilar juda ham yaxshi bilishadi. O'zi konsumerizm nima deydi, sferasidagi, servisidagi odamlar bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Kassaga kelganingizdan keyin sizga kerak emas bo'lgan narsalarni olishni boshlaysiz. Tam shokoladni olishni boshlaysiz, kerak emas jvachkalardan 4 xilni olasiz. Voy, mana bunaqa vkusi ham chiqdi, davay olaman deb. Nimaga? Chunki уже PFC charchagan, qaror qabul qilib, yo deb charchaganda, уже kassaga kelgandan keyin u zaryad o'ttirdi-ku. Endi biz ahmoqona qarorlar qabul qilishni boshlaymiz. Yoki anu narsa, nimaga o'shani shunaqa dedim? Hozir umuman boshqacha o'ylayman. Tam kim bilandir urushib oldik, emotsionalli bo'ldik, keyin o'tirib analiz qilamiz-ku. Nimaga shunaqa deb qo'ydim? O'zi umuman arzimagan narsa edi. Nimaga hozir bizda PFC уже calm down bo'lgan, nervous systemimiz, nerv sistemamiz, tizimimiz ozgina o'zini bosib olganda, bosib olgandan keyin tuman ketdi-ku. Endi quyosh chiqdi, yaxshiroq o'ylayapmiz, miyamiz sal trezviroq bo'ldi. O'zi nima bo'ldi? Endi logikani ishlata oladi-da. Logika bilan o'zi nima qildim, u menga bunaqa dedi, mana shunaqa deyishim shartmidi? O'sha momentda bo'lsa, bizda emotsiyalar yoqilganda PFC o'chadi-da, bizda limbic system aktiv bo'ladi. Примерно mana qismimizda bizda mindalga o'xshagan bodomsimon anaqa bor. Amigdala degan narsa bor. Fearlarga, emotsiyalarga, fearga ayniqsa responsible bo'lgan часть o'sha yoqiladi. Bizda уже сразу emotsiya paydo bo'ladi, logika o'chadi. Ya'ni ham emotsiya, ham logika baravar ishlamaydi. Tam bittasi haydab ketayotganda, ikkinchisi orqada o'tirish kerak bo'ladi. Ko'p holatda, menimcha 80% holatda biz limbic systemdan operate qilamiz. PFC dan emas. PFC dan operate qilish uchun biz nerv sistemamizni calm down qilishimiz kerak. Meni o'zimda nima? Men shoshib yashaydigan insonman. Har doim hamma narsaga ulgurishim kerak, uni qilishim kerak. Shunchalik hayot ritmim tez bo'lib ketganida, tez yuradigan odamlar bilasizmi, boshi bilan bunaqa yuradi. Men o'zimni shu narsani sezishni boshladim-da, videolarda, seminarlarda bunaqa gapiraman. Qayerga shoshyapsan boshing bilan? Qatga boshingni oldinroq qo'ysang tezroq yuraman deb o'ylayapsanmi deyapman-da. Yelkam doim ko'tarilgan. Bu ham nerv sistemasi juda ham nima deydi, stress holatidaligidan-da. Aytaman, o'zini bos, come on, relax. Biz hozir sekin kofe damlaymiz, kofemizni olamiz. Bizani qaynanamiz yo'q urishadigan, bizani anaqamiz yo'q, erimiz yo'q urishadigan, kichkimizdan urishmayapti. Tam bo'simiz bizga baqirmayapti. Bo'ldi, tushur, davay, relax. Ya'ni narsalarni ham chuqurroq angladim. Hozirda bo'l, hozirgi onga his qil, power of now deydi-ku. O'shani ham o'zi katta gap bor ekan-da. Biz deyarli hozirda bo'lmaymiz. Hozirgi momentda yashamaymiz. Voy, ertaga uni qilishim kerakmi? O'tirimiz, siz ham menimcha 80 milliard xayol o'tadi. Podkast tugaydi, necha soat bo'larkan, unaqa. Biz yo'q,
nimada yashaymiz? Kelajagini tashvishi bilan yo o'tmishi g'ami bilan. Baribirda hozirda yashagan inson baribir baxtli bo'ladi. Lekin hozirda har doim ham yasholmaysiz. Shunaqa. Bola chaqangiz bor o'ylaysiz, uni ertaga katta qilishingiz kerak, ertaga institutga kirishingiz kerak. Bu podkastdan keyin necha bo'lib ketadi, uyga borsam oy yurishmaylarmi? Baribir bo'ladi bu narsa. No, rostdan ham aqlingiz bilan, tanangiz bilan, miyangiz bilan rostdan ham prezent bo'lganingizda hech qanaqa xavotir bo'lmaydi. Shu rostdan ham prezident bo'lish uchun nima etaplar bo'lishi kerak? Masalan, bitta yumshoq joyi stulda o'tirganini his qilasizmi? Da. His qiling, hamma Aytganingizdan keyin his qildi. his qilishni boshlash kerak-da. Bizda yana mana bunaqa narsa bor-da. Brain bilan body connection bog'liqlik har doim ham bo'lmaydi-da. Badanimiz bitta aqlli narsani o'qib qolganman, bu kitobni maslahat beraman. Anu woo science, anu dream qil degan narsalar deb o'ylab mensimagandim, lekin adashgan ekanman. Body keeps the score degan kitob. Тело помнит всё. Bizi badanimiz sal ahmoqroq-da, sotib qo'yadi-da. Masalan, anu kimdir yoqmasa bunaqa o'tirib olamiz. To'g'rimi yoki baribir sotib qo'yadi. Ming harakat qilsa ham badanimiz bizni sotib qo'yadi-da. O'sha meni holatimda men уже necha yil shu rejimda yashab o'rganganman-ku. Ulgurda ham unga qil, davay. Уже yelkam mana bunaqa yurishi menga odatiy holga aylanib qolganda. Ammo hozir o'zimni CBT qilyapman. Cognitive Behavior Science da o'sha odatlar orqali miyangizni, mentalitetingizni, fikrlashingizni o'zgartirish. Anu fikrlar orqali o'zgartirish juda qiyin. Lekin odatlar orqali, harakat orqali o'zgartirish possible. Va bu ilmiy asoslangan, hammani psixologiyaga ishonmayman desa ham CBT ga rad qiladigan argument bar eta olmaydi. Cognitive Behavior Science Therapy ishlaydigan narsa. Ya'ni payqashni boshlang, qanaqa o'tiribsiz, nima bo'lyapsiz, masalan, yelkangiz ko'tarildi, o'zingni bos, mazza qilib podkastda o'tiribsan. O'zing xohlayotgan mavzularni gaplashyapsan. Xo'p, 10 minutgacha qolsang, kimdir joningni oladimi seni? Nima bo'ladi? Anu xayolimizda anu qo'rquv kattaroq bo'ladi-da. O'ylab, o'ylaganimdek emas ekan. Akasi совсем не bo'ldi dedi-yu, anu qo'rqsa. Lekin hamma bilan bo'lganda hozir bo'lish qiyin bo'ladi. Bilasizmi? Odam yolg'iz qolsa hozirda ko'proq bo'la oladi. Lekin hammaning ichida hozir bo'lish meni ham qo'limdan kelmaydi. Qanaqadir hammaning ichida o'zim bo'la olmayman. Endi qarang, yuqori menda oldin nima narsa bo'lardi? Rus o'rtoqlarim bor, boshqa millatdagi o'rtoqlarim bor. Hamma bilan o'zimni svoydek his qilardim-da. Ketardim, "Yo, sen 200 lamachisan" derdim. Yoki qanaqadir отклонение bor deb o'ylardim-da o'zimda-da. Nimaga? Chunki ham ruslar bilan ruslarda ekanman, o'zbeklar bilan o'zbeklarda ekanman. Moslashuvchan. Tez moslashardim. Bu aslida yuqori emotsional intellektdan dalolat ekan. Intellektda yuqori inson adaptable bo'ladi. Moslashuvchan bo'ladi. Endi hammani oldida baribir bizda o'sha social rejection and fear ichimizda baribir любой odamda yotadi. Men duxim ko'p, любой odam oldida gapira olaman deydigan odamda ham baribir bu narsa bo'ladi. Исключение psixopat. Ularning miyasi boshqacha ishlaydi psixopatlarda. Bartigimizda bor o'sha narsada. Siz mana odamlar bilan siz o'tiribsiz, u nima dedi, siz ularning yuzidan o'qiysiz baribir emotsiyalarni. Kimga yoqmayapti, mehmonga chaqirgansiz, ruzdero napitka qo'yib bersammikan, men chanqab qolmadimikan, somsam yoqmadimikan, baribir mana 10 sekundda jim o'tirganingiz o'zida 110 million bit informatsiyani miyangiz proses qiladi-da. Tasavvur qiling, odamlar siz bilansiz, sizda shuncha stimulay bor. Hamma narsalar bo'lyapti. Sizni nimangiz miyangizda informatsiya ko'p, shunaqa tez обработка bo'lyapti. Siz hozirda bo'lishingiz uchun bu sizni prefrontalniy korteksingiz uchun, umuman nerv sistemangiz uchun слишком ko'p stimulyatsiya-da. Hozir yangi termin chiqdi-yu, I'm overstimulated deydi-ku. Odamlardan uzoqroq bo'lishim kerak, I got overstimulated deydi. Masalan, dopaminovый detoks, o'sha sotsial setilardan uzoqroq bo'lish nimaga? Chunki bizda stimulyatsiya kuchli. Hozir o'zi eng pikidamiz. Hamma narsani davri bo'ladi-yu. Eng pikida biz overstimulated societymiz. Слишком stimulyatsiyaga duchor bo'lgan societymiz. Va uni orqa tomoni nima? Dangasalik.
chunki men hech narsa qilmayapman, faqatgina buni qiladigan darsim ko'p, lekin ish balo qilmay o'tiribman deydi bolalar. Nimaga? Chunki stimulyatsiya ko'p, miyasini charchatib qo'yyapti. Boya aytganimdek, spiskasiz kirdi supermarketga-da, endi miyasi bilan baribir bo'ladi, uni olaylik, voy, mana buni ham olish kerak edi. Davay brokoli ham olamiz. Davay mana salatni ham qilamiz. Miyada baribir bo'ladi. Qaror qancha ko'p qabul qilurdi, stimulyatsiya qanchalik ko'p bo'ldi, kerakli narsalarga уже energiya kam qoladi. Biz reelslarda o'tiramiz, hamma narsa miya уже dam olyapti. Eng yomon dam olish bu scrolling. U umuman dam olish emas. U boshqa tipdagi entertainmentga qaraganda miyamizni overstimulated qiladi. O'zi mana shu narsa yaqinda trend bo'lishni boshladi-ku, telefonsiz hayot, offline hayot. Men o'ylab qoldim-da, o'zi hammaga kerakmi deb. Keyin o'ylayman-da, Instagramdagi scrolling yomon, lekin o'zi ommaviy mana bu telefonsiz qanaqadir offline hayot hammaga ham kerakmi? Buni rostdan ham promote qilish kerakmi? Men shunaqa davrda yashaganman, zo'r paytlar edi lekin. Hamma telefonda o'tirmasdi. Mana ostanovkalardan o'tib ketayotganingizda ham qarang, hamma qo'lida telefon. Metrolarda ham qarang, hamma qo'lida telefon. Odamlar уже atrofga qaramay qo'yganda. Siz даже o'sha dunyodan voz kechib, offline dunyosiga qaytsangiz ham, siz u yoqda как будто outsider bo'lib qolyapsiz-da. Chunki biz ko'rishamiz, chiroyli rasmni qilib Instagramga qo'yish uchun. Yoki davay qanaqa zo'r nima qilayotganimizni, partiyamizni ko'rsatamiz. Bilmasam, men bu narsani yaxshi deb hisoblamayman. Bizda ko'proq napakaz bo'lib ketgan, ko'rsatish uchun bo'lib ketgan, ya ko'rsatmading demak bo'lmadi. Avtomatik odamlar mana bunaqasi, ammo ko'rsatmasam shu yo'q degani emas-ku. Просто ko'rsatmagandirman shu narsani. Yoki menga eng ko'p yoshlarigani. Siz rosa energichniksiz-da, doim pozitivsiz. Lekin yig'lab chiqqanman-ku. Shuning uchun bilmaysiz yig'lashimni yoki depressivniy bo'lishimni bilmaysiz. Ya'ni ko'rsatmadi degani qani o'sha odamlarda logika ham o'sha boshqacha bo'lishni boshlaganda. Hammaga kerakmikin, yo'qmikin bilmadim, lekin dopamin sistemangiz uchun bu ancha yaxshi. Chunki mana haqiqiy baxt siz endorfinni chiqarishni o'rganganingizda bo'ladi. Endorfin sizda вырабатываться qilish uchun siz bir nima yaratishingiz kerak. Masalan, nimaga men zalga вообще mukkasidan ketganman, shunchalik yoqadi, u meni вообще hisoblanadi, men terapiyam hisoblanadi. Chunki zaldan keyin sizda endorfin chiqadi. Bu чистый baxt beradi sizga. Nima deydi, kirroq baxtda dopamin ketidan quvas-quvas-quvasda bum. Bo'ldi, yetganingizda u doim yo'qoladi. Chunki dopamin shunaqa ishlaydi. U sizni bitta manzildan ikkinchi manzilga olib kelish uchun xizmat qiladigan neyromediator hisoblanadi. Lekin u narsani qurish, bir nima barpo etish, masalan, podkast yaratyapsiz, o'tiryapsiz, montaj qilyapsiz, YouTube'ga qo'ydingiz, odamlar yozdi, xursand bo'ldingiz, yana qilyapsiz. Mana yana ikkinchi marta qilishingizga responsible bo'ladigan anaqamiz dopamin hisoblanadi. Lekin yana ham yaxshiroq qilishingiz uchun sizni nima qiladigan bu endorfin bo'ladi. Olasiz. Endorfin sizda chiqishi uchun sizda doim pain bo'lishi kerak. Pain. Og'riq bo'lishi kerak, qiynalasiz, barmoqdan tuta olmadingiz. Mana qiyinchilik bo'lishi kerak-da. Mana zalda ham shu formula bor-ku. Pain. Aytadi-yu, bir ease comes with difficulty-da, hardship bilan kelish kerak-da. And it's a perfect formula. Perfect formula. Chunki bu sizga haqiqiy endorfinni beradi-da, haqiqiy baxt tuyg'usini beradi-da. Masalan, startup kompaniyalar bir nima yaratdingiz, chiqardingiz, bilmadim, daftar biznesini boshladingiz, qiynaldingiz, qidirdingiz, izlandingiz, qanaqa daftarlar trendda ekan, nima bo'lar ekan, chopdingiz, noto'g'ri chiqarib qo'yishdi, keyin ular bilan urushdingiz, qaytadan qildirdingiz. Mana qiynalasiz-ku, pain bo'lyapti-ku. Mana qanchalik paini katta bo'lsa, buni yana emotional investment deymiz, to'g'rimi? Siz invest qildingiz-ku narsaga, shunchalik sizga qadrli bo'ladi. Sevgi misolida ham oling-a. O'zi shu qizga erishish uchun rasa qiynaldi, chunki dopamin bor edi u narsada, to'g'rimi? Qancha qiynalsa shuncha qadrli deydi-ku. O'shanda ham bor gap-da, bu ham biokimiya hisoblanadi-da. Chunki pain bo'lsa, mana nimasi kattaroq bo'ladi. Nimaga? Chunki badanimiz painni anaqa qilish uchun, "Voy, sen anaqa bo'ldingna, qiynaldingna, joniyorida" deydi. Uni pritupit qilish uchun sizda endorfin chiqadi. O'zi endorfin pain killer hisoblanadi. Og'riqni to'xtatuvchi narsa hisoblanadi. Qancha pain katta bo'lsa, shuncha katta endorfin chiqadi.
chunki og'riq katta-ku. Bu nima deydi, naturalniy morfinda, естественный morfinda, natural morfin, painkiller bo'ladida. Eshitgansiz-ku, chuqur meditatsiyaga kirganda, pray qilayotganda o'q olish holatlari, storylar bor. Endi uzoqqa ketmaymiz, no, you know what I mean. Chunki insonda bor-da o'sha anaqada bo'lganda, conditionda bo'lganda даже odam painni his qilmaydi-da. To'g'ri. Meditatsiyada odatda pray deb bo'ladi bu narsa. Siz dushda ham meditatsiya qilishingiz mumkin, masalan. Hozir shu podkastda ham meditatsiya qilishingiz mumkin. Prosta shetda bo'ling, badaningiz bilan, xayolingiz bilan. Bu etapga qanaqa qilib yetib kelish kerak? Faqat fikrlashni o'zgartirish bilanmi? Nervous systemni calm qilib. Bizda ikki xil nervni sistema bor. Sympathetic, parasympathetic. Sympathetic, sympathy degan so'z bilan associate qilsangiz bo'ladi, uni teskarisi. Simpatiya, sympathetic, u babygi doim anaqa turadigan nervous system. Doim bu juda ko'p kasalliklarga olib keladi. Gap bor-ku, hamma kasalliklar asabdan. Deyarli shunday. Rostdan. Deyarli shunday. Almost true. If not 100% true. I don't know for sure, but it's almost correct. Chunki hamma narsa rostdan asabingizda. Uni qilish kerak, buni qilish kerak. Doim stressda, badaningiz doim nimada bo'ladi, tonusda bo'ladi-da. U расслабление yo'q. Yo'q u narsani massaj terapiyasiga bor, unga bor deydi. Nimaga? Chunki o'shanda badanimiz eslaydi. Hozirga qayt. Nimaga uni isitibsan? Bir hafta oldin senga baqirgan bo'lsa qo'yib yubor, uni bir hafta o'tib ketdi-ku, xosdan shetdasan-ku deydi. O'shani connection установиться qilinadi-da. Men doim anaqani ustidan kulardim. Nima 3 marta chuqur nafas olganimdan keyin nima asabim joyiga tusharmidi derdim. Tusharkan. Parasympathetic nervous system bor. Parasympathetic nervous system bo'ldi. O'sha biza miyamiz yaxshi g'oyalarni o'yla oladi. Hozirda bo'la olamiz. Bizda vahima yo'q, trevoga yo'q, anxiety yo'q. Nafas olganimizda sympathetic bo'ladi. Chuqur nafas chiqarganimizda parasympathetic o'tamiz. Eng zo'r life hack bu box breathing. To'g'ri burchakni tasavvur qilasiz va 4 sekund tepaga nafas olasiz, 4 sekund chiqarasiz, 4 sekund olasiz, 4 sekund chiqarasiz. Mana shu quruqni 4-5 marta qaytarasiz. Nafas olish bizga teppa-tekin Xudo bizga shundoq tug'ma shu anaqani bergan. Mexanizmni bergan. Bizda har doim bor. U doim oldimizda. Bepul. Foydalaning. Nafas oling. Nafas chiqaring. Men ham o'ylardim, nima 3 marta chuqur nafas olsam nima o'zgarardi derdim. Lekin o'zgarar ekan. O'shanda badanga o'tadi aksent. Nafas olganingizda, miyamiz qanaqa? Mana qo'limni ko'taryapman, miyam shuni, qo'lni ko'tarib nima qildi? Dash sizga banalniy narsa. Reading qilayotganda 20% oshirish xohlasangiz, qo'lingizga tagiga qo'yib o'qishingiz kerak. Yoki penni, pensilni olib, ketidan follow qilishingiz kerak. Nega? O'shanda fikrlaringiz float qilishi kamayadi. Chunki qara qo'lingni, nimaga qarayapti, nimaga ketyapti deydi-da. Fokus bu yoqqa shift qiladi. Bizani yana tashqaridagi miyamiz bu ko'zimiz hisoblanadi. Shuning uchun ham aytaman-da, bekorgani ko'zingni yum, unaqa deyishmas ekan-da edi. Chunki ko'zingiz har xil joylarga qaraganda sizda diqqat tushadi. Xitoyda ba'zi bir maktablarda, adashmasam, частный maktablarda, xususiy maktablarda mandatory exercise bor. Hamma darsxonaga kiradi-da, katta qilib nimada sentrga dumaloq quruq bo'ladi. Darsi boshlanishini doim o'sha dumaloqga qarab boshlashadi. Chunki nimaga diqqatingizni qaratsangiz, o'sha narsa kattalashaveradi. Diqqatda bu terish usuli-da. Endi tasavvur qilasizmi, qanchalik Reels, Instagramlar bizning diqqatimizni buzadi. Qanchalik bu miyamizni anaqa qiladi, qaritadi. Miyamizni ishdan chiqaradi-da. Chunki biz bu shunchalik ko'p stimulyatsiyaki, ranglariga qarang. Uje hozir Reelslar bilmam kino darajasida bo'lib ketganda. Odamlarning e'tiborini olish uchun hamma narsa qilyapti. Sakrayapti, lyustradan sakrayapti, har balo qilib ko'ryapti. Uje shunchalik odamlarning ham yana diqqati shunchalik odamlar insensitive bo'lib qolgan, uje ta'sir qilmayapti-da. Men o'zimda astag'firulloh deganman, nimada kriminal shoularni yaxshi ko'raman-da. Crimelarni solve qilsa, bilmayman, menga yoqadi. Chunki miyam solution'ni topishga ko'radi-yu, dopamin oladi undan. Anaqa bo'lgan, Patologa anatom degan kanadskiy serial bo'lgan.
bir kun o'zimni tutib olganman. I'm catching myself in a thought. Ovqatlanib o'tiribman-da, patologanatim odamni anaqa qilyapti. Nimaga o'lganini ustanovich qilish kerak-da, nega rostdan ham crime bo'lganmi, yo'qmi? O'sha ssenani ko'rib, men spokойно ovqatlanyapman-da, ketganman. Barno, sen уже insensitive bo'lib ketibsan deganman. Ani aytadi-ku, qanaqa qilib, voy shuncha nima bo'lmaydimi, qonlarni ko'radi, operatsiyalarda deydi-yu, уже odamda sensitivity tushar ekan-da. Diqqatda ham sensitivity tushadi-da. Yana men anaqada yogaga borganimda, yoga instruktorim aytib beryapti-da. Ulardan silent retreat degan narsalar bor. 30 kun gapirmaydi, faqat meditatsiya qilishadi, suv ichadi, tashqari dunyodan uzilishadi, telefonlarni o'chirishadi. Bitta gap eshitganman, 30 kun telefonga qaramagan ekanlar, keyin chiqyaptilar, qo'llariga telefon berilyapti. Birinchi marta 30 kundan keyin Instagramga kirganim hali ham esimda deganlar. Shunaqa chiroyli deganlar, shunaqa rangli, zo'r, ko'zlarim o'ynab ketgan deyaptilar-da. Biz уже shu narsalarga shunchalik insensitive bo'lib qolganmiz-da. Shunchalik bizning retseptorlarimiz o'lib ketganki, уже anaqa nima emas. Undan ham katta bo'lish kerak уже anu levelda threshold oshaveradi-da. Уже planka oshaveradi. Bu xuddi voy qancha pul topsang shuncha kirib ketar ekansan, nafs deymiz-ku. Qaysidir ma'noda nafs bu dopamin-da. Chunki bu oshaveradi threshold. 10 million topdingizmi? Bo'ldi, endi 11 million pul topmasangiz oyiga, уже 10 million sizga anaqa qilmaydi. Shuncha aytaman-da, kattalar, yosh kattalar bekorga shukur qilinglar deb aytishmas ekan-da deyman. Chunki shukur qilish dopaminni baseline ga olib kelishi eng zo'r yo'llardan-da. Chunki esla, o'sha 10 millionni ham olmaganding 1 yil oldin. 2 millionga ishlab yuruvding, shukur qil. Senda shu bor. Xursand bo'l, tipa. O'shani осознавать qiladi. Xudoga shukr, 1 yil oldin shu qiynalib yuruvdim deydi-da. Uni regulate qila oladi baseline-ni. Zo'r. Men ham o'zim ham bir Instagramga berilganida ko'rdim. Eng oddiy ovozlarni 1x da eshita olmayman. Уже palchikingizni qo'yib turibsiz. O'sha avtomatik 2x ga qo'yib yoki уже 2.5x ga ham o'tib ketadi-da bu narsa. Yana ikkinchi narsa nimadan sezdim? Nimadir leksiyada o'tirsam yoki nimadir ko'rsam, уже zeriksam oyog'im qimirlashni boshlayapti-da. Reaksiya beryapti. Qattiq shundan sezganman. Lekin bitta tarafdan ham o'yladim, nimadirga limit qo'yish yaxshi, butunlay cheklab olishdan ko'ra ko'proq, to'g'rimi? Masalan, bizda hozir trend bo'lyapti-ku, offline hayot. Men o'yladim, shundan ko'ra endi hozir qanaqadir trendlashyapti, shundan ko'ra irodani tarbiyalash uchun limit qo'yish kerak, masalan 30 minut Instagramga. Meni muvaffaqiyatim aytaylik 20 minutda tugatganim. Butunlay o'chirib olgandan ko'ra. Siz qanaqa ishlatasiz mana shu narsani? Men kстати Instagramdan вообще to'yib, qo'ynim bezib ketgan. Kiraman, chisto shu istoriya qo'yish kerak. Kunim qanaqa o'tdi, unaqa reelslar olgan bo'lsam, reels qo'yaman. Menda zo'r bitta filtr ishladi. O'sha filtrga juda ham xursandman. Men bu olgan ma'lumotimni kimdir mushugini silab o'tirganida, kimdir asal ko'pchiqili keldi qaranglar degan videosidan da postim. Menga nima foyda? Men bu ma'lumotni ishimda qanaqa ishlataman, shaxsiy hayotimda qanaqa ishlataman, shaxs sifatida qanaqa rivojlanaman, то есть menda жесткий filtr turadi. Men diqqatim cheklangan. Men hamma narsaga diqqat qilib ana qila olmayman. Rostdan olayotgan ma'lumotim menga foydali bo'lyaptimi, masalan? Agar ma'lumot foydali bo'lmasa, menga даже dopamin olib kelmaydi bu narsa. Menga shunchalik Instagram zerikarli bo'lib qolgan. YouTube qiziq. YouTube'da o'zim kiraman, nimanidir izlayotgan bo'lsam yozaman, doktorlarga podpisanman, ular yangi narsa chiqargan bo'lsa, navrot kutaman, eshitaman leksiyasini. Bu odatda kamida 40 minutlik format. Zo'r. Siz aytayotgan narsa tipa offline hayotga o'tish, men trendlardan orqada qolganman shakar. No, baribir bir nima pikka chiqqandan keyin bu уже ekonomikada ham, bu tabiat qonuni ham baribir tushishi bo'ladi. Demak, o'sha pikka chiqdikmi, bu yog'iga резкий tushish baribir bo'ladi, по-любому bo'ladi bu narsa. Menimcha odamni уже anglayapti, u soxta hayot. Masalan, nima deydi? Уже ko'ryapmiz-ku, u gulni menga sovg'a qilishmaganda, arendaga olgandim. Yoki baxtli er-xotin paralari chiqyapti-ku, o'zi 2 yildan beri birga yashamaymiz, kontent uchun qilyapti. Odamlar уже u tomonni ko'rishni boshladi-ku. Xudoga shukr, tanqidiy fikrlash paydo bo'ldi-da. Ko'rayotgan hamma narsam ham
zo'r emas. Kursim zo'r deganlarda ham hammada kurs zo'r emas, допустим-da. Miyasi ishlayapti. Undan ko'ra shu kursda o'qib bitirgan odam bilan gaplashish senga rostdan foyda berganmi? So'ray degan narsagacha kelishdi-da. Meni nabrot shunaqa impression odamlar ko'ngli aynyapti уже. Yoqmayapti. Shuning uchun ham kontentlaringiz o'zgardimi format? Menda o'zgardi, chunki men prям bunt qildim. Qaysi ma'noda? Men уже mamtimni emas, mamtimda kelgandi. Boshida hook qilishingiz kerak, Trigger bo'lish kerak. Trigger bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak. 1,5 minutdan oshsa hali ham men qo'ynimni xijil qilib har safar qo'yaman. 3 minut, 3,5 minut bo'lsa, bu juda ham uzun. Sizni Instagram push qilmaydi. Bilaman demadi, keyin men bir post qilaman-da. Mana birot qaysi ma'noda shunga qarshi kurashdim deb o'ylayman o'zimcha, tushunganimcha-da. Menga aytilgan hamma narsani teskarisini qilaman. Aytdim, menga bu xursandchilik, ya'ni satisfaction bo'ladi, fulfillment topgamayapti dedim. Agar sezgan bo'lsangiz, yozdan boshlab prosta shuni olaman, frontalniy kamerada qo'yaman, yana qo'llarim titrab qo'yayotganlarim ham bo'ladi. Mana haqida o'ylaganmisiz? Yana o'chirib kelgingiz yo'qotganlar. Nima bo'pti? Odamlar ma'lumotni ko'ryapti-yu dedim. Shunaqa. Tam bir xillarda ko'zimni tagidan paychilar bo'ladi, bir nimalar bo'ladi. Ma'lumot keldimi, bo'lishib olishim kerak. Natija qanaqa bo'ldi? Production professional komanda bilan ishlash bilan o'zingiz ishlashingizdagi. Endi mana qanaqa narsa-da, men kelganda aytmasam, masalan, syom o'zi mana effektivni. Syomka kunini ajratish, bir kunda 20 ta reels olish, o'zimda qarasangiz, bu effective productive hisoblanadi. Lekin, voy 20 ta olishim kerak ekan deb 20 ta uchun hamma narsani gapiravermayman-ku. Уже barnob har balon gapirib chiqdi deyishmaydimi? Bilmayman. Men aytkim o'rgangan, o'qidim, voy mana shu narsa haqida aytib bering deb o'ylaganimda aytishni xohlayman. Ahamiyat bersangiz, 6 da post qilish kerak ekan, to yo'q, bir xillarda keldim 12 da 12 da qilaman. Bir xillarda 12 da kechqurun keldim 12 da post qo'yaman. O'sha natija qo'rqitmaydi. Nima deb aytsam ekan? Natija qo'rqitadi. Talabalari masalan past ball olishligi mumkin degan o'ylar. Nimada xato qildim? Nimada yetarlicha bilim bera olmadik? Shunaqa natijalar qiynaydi. No, men social saytlardagi raqamlar YouTube'da ko'proq motivatsiya bo'ladi. Chunki YouTube'da уже 40 minut ko'ryapti. Unga rostdan fikr qiziq. U valuableroq. Men o'ylayman, menda auditoriya vashcha zo'r deb o'ylayman. Chunki shularni ko'rib kirishgan bo'lsa, demak, ular pukli uchun kirilmagan. Wow, mana bu zo'r narsa aytyapti-ya, qiziq narsa ekan-a. Yoki masalan private message'larda yozishadi. Men bundan keyin men fikrlashim o'zgardi. U menga qanaqa dopaminlar beradi masalan-da. Da, meni o'zimni ham prям ta'sirlantirgani bu baxt haqida olgan solo podkastingiz bo'lgan. Seriously? Da. Menim shu kunlab o'ylab yurganman o'sha podkast haqida. Juda yoqqan menga. Undan keyin ko'rganim bu intuitsiya bo'yicha bo'ldi. Lekin intuitsiyani men tayinlanib qilganman, unaqa yaxshi kirmagan lekin intuitsiya. Lekin bilmayman, men uchun o'sha narsa yengillik bo'ldi. Juda yengillik bo'ldi. Chunki har doim bo'ladi-ku odamda, intuitsiyamga ishonaymi yo prям hozir logikaga ishonaymi degan narsa. Menda yana bitta crazy gipoteza bor. U вообще logikaga to'g'ri kelmaydi. No, matrisalarni ham ko'rgansiz-ku. Oy, déjà vu deydi-ku. Men bu mushu yana o'tib ketganda deydi. Ты уже 3 раза сказал déjà vu deydi. Demak, matrica kelyapti bizning orqamizdan deydi. Mani teoriyam shundan iboratki, endi bu kvantoviy fizikada, допустим, bizning qaysidir versiyamiz har xil, masalan, biz qilayotgan qarorlarimiz qaysi vetka realностьdan ketishimizni belgilab beradi. Qaysi vetkadan ketyapmiz, shoxdan ketyapmiz. Parallelno har xil shoxlar bor. Siz turibsiz, aytishnica bo'lishni tanlashingiz mumkin, medik bo'lishni tanlashingiz mumkin, ustoz bo'lishni tanlashingiz mumkin. Hammasini qilgan qaroringizdan keyin vetka уже ajralishni boshlaydi, to'g'rimi? Bizni adashmasam 2025-yilda fizikadan mana shu narsa oldi. Nimani? Nobel mukofoti mana shu soha bo'yicha olindi. Kvant fizika bo'yicha. Nima? Mana bu eshikni orqasida уже kimdir borki, biladi, bu yoqda ochayotgan odammi degan teoriyada. Sal crazyroq tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni sizning intuitsiyangiz bu kelajakda o'sha vetka событияda bo'lgan sizni versiyangiz va sizni hozir ogohlantiryapti. Tipa barnob biz yerda bo'lganmiz, bormi? Shu qo'ynim sezdi-da, odamlarim aytdi-da, shu bir nima anaqa qildim-da, deymiz-ku. Qanaqadir qo'ynimga soldi.
hayolimdan o'tdi, shu qo'ynim g'ash deymiz-ku. Shu mani teoriyam o'sha vetka realностьda qachondir tanlab ko'rganmiz, chunki fizika bo'yicha vaqt yo'q-ku. Vaqt относительный-ku. Mana bu liniya emas-da, dumaloq. Shu dumaloqda hamma narsa уже bo'lgan, bo'lyapti va bo'ladi. Bizni ham qaysidir versiyamiz, bizani qilayotgan ishlarimiz, qilayotgan qarorlarimizga bog'liq-ku. Oqibati ham qarorlarimizga bog'liq-ku. O'sha oqibatni qilib ko'rgansiz, bilasiz va hozir kelib turib aytyapsan, aytda bo'lgansan. I know it's a crazy thought, but one part of me believes in it. То есть bo'lgan, mana hozir mana kelajakdagi man Interstellar bo'lib ketib qoldi. Qaysidir ma'noda Interstellarga o'xshaydi. Sizlar Interstellar ham bo'ladi-yu. Qizini ogohlantiradi, gapiradi-ku. O'sha ham fizikadan olinganda, o'zi eng zo'r science fictionlarni, fantastika janrini oladiganlar o'zi fiziklar bo'ladi-da. Fizikani yaxshi tushunadiganlar bo'ladi-da. O'zi Interstellar bilan tushuntirsak, otasi qizini ogohlantiradi-ku. Xuddi shunga o'xshab siz kelajakda o'zingizni ogohlantiryapsiz. Chunki vaqt dumaloq-ku. U vaqt bizani planetada va bizani perceptionimizda u bitta liniyada o'tyapti vaqt. Bu bizani tushunishimiz. Yeah, that's crazy, but one part of me believes in it. Lekin uni qo'shmaganman, intuitsiya podkastimga qo'shmaganman. Lekin o'sha payt mana shu kelgani uchun qilganman. Da, chunki menda bo'lgan-ku aytganman-ku o'shanda ham. Tushimda ko'rganman. Oyimni doktorga borishim kerakligini. Doktor ham jinni bo'lib qolgan. Hushlardan keldilarmi, konvulsiyalar bo'ldimi, nima bo'ldi degan. Chunki birinchi side effecti o'sha opxol o'sganda zrительный nerv davit qilish kerak edi-da. Birinchi oningiz ko'rmay qolishlari kerak edi degan astag'firulloh. Уже hushlardan ketishi boshlagandan keyin уже wow, что-то something is going on. Chunki nerv anaqalari yo'q-ku miyamizda. Og'riq sezmaydi-ku miyamiz. O'sha katta bo'lib, o'sha narsa o'sgandan keyin bilishinglar kerak. Qayerdan bildingiz? Tushimda ko'rdim deganman. Yoki hazil qilyapti deb o'ylaganlar ular. Lekin rostdan shunaqa bo'lgan. Qanaqadir ichimda shu xavotir, feeling bo'lgan. Yo'qsa o'zimdan o'zim uyg'onib, oy ketdi, MRT, MSKT qilamiz demaganman-ku. Lekin shunaqa deganman. То есть реально mana shunaqa tuyg'u bo'lganda qilganman. Balki qachondir qaysidir vetka realностьda shunaqa bo'lgan. Xuddi Interstellar kabi, tipa hey. Hozir men endichi eng muhim savol bu qo'rquvdan bo'layotgan hislarmiki, haqiqiy intuitsiyamikan? Uni farqlash. Qanaqa farqlaysiz? Yaxshi savol. Keyingi podkast. Spoiler tashab ketdik. Mana anaqamni ham, sahifamni ham qo'yinglar. Kстати, biza 92% odam meni ko'rar ekanda, podpiska qilmas ekan. Bu ko'pchilikda YouTube'ga qarashadigan bola edi. Opa, mana buni ayting, mana buni ko'ryapsizmi? Bu slishkom katta debdi. Da, zo'r ekan deydi. O'tib ketishadi. Lekin bu qancha mehnat. Men ham даже eslolmayman, follow qilganman. Nimani? Sizga. Lekin menda ko'p so'z chiqganim uchun nima yangi narsa qo'ysangiz, rekomendatsiyada chiqadi. Ha, chiqadi. Xo'p, mana qarang, hozir social media вообще kuchli-da. Xohlagan odam xohlagan gapini gapirib chiqyapti. To'g'ri. Bitta teoriya bor, menimcha bilsangiz kerak. Maslahat berayotgan odam tanasi o'sha jarayonda bo'lishi kerak. U ham o'sha maslahatidan zarar ko'rishi kerak. U ham zarar ko'rishi kerak. Shunaqa hozirgi paytda gapirayotgan odamlar bilan javobgarlik oladigan odamlarni farqlash qanaqa? Masalan, Xitoyda yangi legislation chiqdi. Endi faqatgina kasbini egasi bo'lgan odam maslahat berishga haqqi bor. Qonuniy chiqdi. 2025-yil oxirida chiqdi menimcha. Mana shu zakon Xitoyda hozir shunaqa qonun bor. YouTube'ga chiqib kimdir mana bu narsani ichinglar zo'r ekan deya olmaydi. Men bugun masalan kreatinni maqtadim. 2026-yilda brain hackerlar eng ko'p yetadigan supplement kreatin bo'ladi. Chunki shunaqa zo'r исследованиялар chiqdi-da. Rostdan ham faqat badanga emas, ATP bilan ishlaydi u, balki miyaga ham bo'lgan foydasi aniqlanyapti-da. Masalan, buni o'ylab qarasa, meni haqqim yo'q u narsani aytishga. Chunki men bunaqa turdagi odamlar ham bor-da. Fikringizni 90% nimada 50 dan o'tkazib oladi-da, kreatinchida IQ 200 bo'lar ekan deb o'ziga uni connection qilib oladi-da. Tam kreatin ichadi, lekin uni ketidan aytolmayman. Ey, ko'p suv ichishingiz kerak, chunki buni suvni retention qiladi. Suv bilan ichmasangiz u pochkangizga zarar. U tomonidan nimada 50 dan tushirib yuboradi-da. Unga quick fix kerak-ku. Ko'p insonlarga nima kerak? Tez rezultat kerak, quick fix kerak. La eshitmayman, yo deydi-da. Nimasini kreatin ichsam 200 IQ bo'lar ekan. Buni ichdim-ku nega bo'lmadi deyishni boshlaydi. Tushunasizmi?
o'shani ham oldini olish maqsadida menimcha Xitoy mana shunaqa anaqa chiqargan. Endi sizda o'zingizda qanaqa? Nima o'zimda? Shaxsiy filtringiz qanaqa? Kimlardir eshityapsiz? Uni maslahatini olish olmaslik bo'yicha. Men даже spetsialistni ham maslahatini elayman. Masalan, birorta bir spetsialist aytayapti, endokrinolog aytayapti, insulin rezistensiya, mana qanaqa qilish kerak, intervalniy голодание qilish kerak dedi-da. Ayollarda gormonal sistema boshqacha. Bir xil ayollarga наоборот intervalniy голодание наоборот ularni badanini sympathetic mode sistemga tushib qo'yadi, nerv sistemga tushirib qo'yadi. Ularga наоборот bu narsa zararga ishlaydi. То есть men даже o'sha professional nimani ham o'ylab ko'raman. Okey, bu yaxshi maslahat, lekin insonning badani eng o'rganilmagan narsalardan hisoblanadi-ku. Baribir hali ham aniq hamma bilmaydi-ku. Masalan, Covid kimgadir yuqdi, kimgadir yuqmadi. Kimgadir masalan oilamizda 5 ta odam bo'lsa, 3 tasi gripp bo'ladi, 2 tasiga oldida yursa ham, aksirsa ham ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Immunitet o'rganilmagan odamlarda. Insonning tanasi u koinotdagi o'rganilmagan narsa-da, oxirigacha ko'p narsani bilmaymiz. U qanaqa? Chunki bir xil oila, bir xil gen strukturasi, lekin ta'siri har xil bo'ladi. Bilmayman, bu narsa nima uchun? Chunki ko'p ma'lumot bilganim uchun ishlar. Lekin men o'ylayman-da, masalan 20 yil oldin, 10 yil oldin men ham eshitsam, oq xalat kiygan, mana shunaqa qilishing kerak desa, men ham shunaqa deb o'ylagan bo'lardim-da. Tushunasizmi? Men ham shunaqa deb o'ylardim. Bu doktor-ku, doktor aytayapti-ku. Demak, bu fakt. Yoki ustoz aytdi-ku. Demak, bu fakt. Biladi-ku deb o'ylagan bo'lardim. Hozir shunda faqat tanqidiy fikrlash bilan farqlab ola olasiz. Va informatsiya qabul qilish, fact checking. To'g'ri istochniklardan informatsiya qabul qilish. Hamma narsaga ham ishonib ketib bo'ldi emasda, okey, hatto bir marta tekshirish. Hammada shunaqa bo'ladimi? Yoki yo'qmi? O'zi mendan yana nima, filtr sistema. Hammada 100% hech qachon degan narsalardan juda cho'chiyman. Hatto o'zim aytayotganimda ham filtr qilaman. Rostdan ham ishlaydigan narsa deyarli hammada, deyarli hech qachon. Ba'zida ko'p holatda deyishga harakat qilaman. Zo'r. Ko'p baribir dars bergansiz-ku, hozir ham dars berasiz, to'g'rimi? O'zingiz spesial. Albatta. Ana metodika bor, bilasiz, bilasizmi? Mukofot va jazo. Nimadir yaxshi narsa qilsa mukofotlanadi, yomon narsa qilsa jazolanadi. Bu hozir ham ishlaydigan metodikami? Albatta. Albatta. Bizning o'zi miyamiz shunaqa tuzilgan-ku. Har doim har qanaqa vaziyatda. Har doim har qanaqa vaziyatda ishlaydi. Yo mukofot, yo jazo. Kimda nima ishlashini bilmaysiz ustoz sifatida. Shuning uchun ham menda kursda ham mukofot bor, ham jazo bor. Politsiyskilar bor. Politsiyskilar ishni qilmadingiz, nega tashlamadingiz? Bo'ldi, kursdan sizni chetlatamiz, oyingizga telefon qilamiz, adangizga telefon qilamiz. Eng yomoni kimda qaysi sistem ishlashini bilmaymiz-ku. Paq etib reward ishlaydiganga tushadi, u narsa punishment вообще ishlamaydi. Juda ham ongli insonlarda bo'ladi. Ular nabarot anaqa bo'ladi ularda. Nima deydi? Arrogance bo'ladi. Nega men ko'p katta odamman, o'zim uchun qo'yman, bir marta kirmanman, chunki ishxonada majlis edi, shunga meni yosh boladek ko'rishinglar shartmi deydi. Siz bilmaysiz-ku bu insonni. Bo'p ko'rmaguncha, trial and error bo'lmaguncha bilmaysiz-ku. Demak, ikkitasini ham ishlatiladi. Ming punishment bo'lsa ham reward bo'lishi shart. Chunki bu odatda element hisoblanadi. Odatlarni shakllantirmoqchimisiz? Reward bo'lmasa, odat hech qachon shakllanmaydi. Reward doim bo'lishi kerak. Pozitivное подкрепление deydi. Bu hayvonlarda ham ishlaydi, insonlarda ham ishlaydi. Yomon ta'siri bo'lsa ham baribir foydali. Travma sifatida qanaqadir qolsa ham. Punishment aytasizmi? Endi qarang, travma degan so'zga biz slishkam noto'g'ri anaqa berib yuboramiz. Travma. Mana travma, o'z travma nima bilasizmi? Travma birorta bir hodisa siz bilan bo'ldi, o'sha hodisadan keyin sizning harakatlaringiz, tabiiy harakatlaringiz o'zgardi. O'shani travma deydi. Agar sizning harakatlaringiz, masalan, anu qiz meni tashlab ketdi, meni mental travma qildi, bo'ldi dedi, lekin undan keyin o'sha qiz bilan yurdi. Ya'ni travma bo'lgan odam o'sha qizlar bilan gaplasha olmaydi. Unda shu travma qolib ketgan. Ya'ni u odatiy, tabiiy harakatlar zanjiriga ta'sir qiladi. U boshqacha akt qilishni boshlaydi. Masalan, meni travmam aytaylik, nimadan deylik, orange juicedan travma bo'lib qoldim-da, chunki orange juice quyilganda menda
o'sha paytda bir yomon hodisa bo'ldi. Manda assotsiatsiya, miyamda assotsiatsiya ketib qoldi. U miya tushunmaydi. Bu orange juice. It's juice, it's good for your health degan narsani tushunmaydi. O'sha narsaga bog'liydida, yoki hidlar bilan ko'pincha bo'ladi. Zo'r atir, lekin yomon ko'rgan odamni sepgan bo'lsa, bizga shu atir уже yoqmaydi. Atak atir zo'r, yaxshi atir. Lekin bizga yoqmaydi o'sha odam sepganda, bizda assotsiatsiya o'shanga qarab ketadi. Har safar shu atirni hidlasak, o'sha inson esimizga tushadi. To'g'rimi? Bizda o'sha zanjir paydo bo'ladi, ya'ni assotsiatsiya qilib qo'yadi. Endi har safar apelsinovый sokni ko'rganimda, menda travma icholmayman. Meni tabiiy harakatlarim o'zgarsa travma bo'ladi. Biz слишком men depressiya bo'lib qoldim. Xudo ko'rsatmasin bo'lmay. Depressiya u juda ham u klinicheskiy заболевание hisoblanadi, kasallik hisoblanadi. U burnout bo'lgandir siz. Uni ko'nglingiz anaqa bo'lib turgandir, hozir qanaqadir g'ashli bordir. Xudo ko'rsatmasin bo'lmay. Travma ham bo'lmasin, anaqa ham bo'lmasin. This is how you heal degan kitob bor. O'zi Oprah Winfrey bilan bitta anaqani psixoterapevtda intervyusida 4 soatni intervyu qilishadi, o'shani keyin kitob qilib chiqarishadi. O'sha yerda bitta kishini situationi bor. No, I'm sorry. What happened to you degan kitob. Not this is how you heal. Brianna Weiss yozgan. What happened to you? Devушкasi bilan ketayotgan bo'ladi, Amerikada bo'layotgan holat. Keyin mototsikl qilib haydashni boshlaydi. Bittasi o'tirgandan keyin u kishi yerga o'tirib olib, quloqlarini bekitib, yig'lab baqirishni boshlaydi. Devушкasi tushunmaydi. Nima, katta kishi yosh boladagi mototsikl to'shiga shunaqa qilyapti. U Vyetnamda urushda qatnashgan bo'ladi. Unga o'sha to'sh urushni eslatadi. Mana bu travma. Chunki unda o'sha oddiy nimalarda ham mana miya assotsiatsiya qilib qo'ydi-ku anu narsa bilan. Miya buni haqiqiy, ya'ni haqiqatan travma bo'lgan inson xuddi o'sha urush jangida bo'lgan holatda badani qanaqa his qilgan bo'lsa, qo'rquvlar qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa переживать qiladi. Ya'ni haqiqatda travma bo'lgan inson, masalan, apelsinovый sokni ko'rib qo'rqishim to'ch o'sha holatdagi bo'ladi. Bu juda qo'rqinchli. Tasavvur qiling, bitta narsani qayta yashayverish. Bu уже mental disease hisoblanadi. Shuning uchun iltimos, vahma qilvormanglar. Ularni depressiya bo'lib qoldi, travma qildi deb, Xudo ko'rsatmasin, boshingizga tushmasin. U juda ham qiyin narsalar. Uni lecheniyasi ham uzoq bo'ladi. Miyani keyin o'rgatish kerak. U ikkita zanjirni noto'g'ri ulading. O'dani televizorni shnuriga, bilmadim, boshqa shnur ulab qo'ygan ekan. U yoqilmaydi, u televizor ming tokka tiqsan ham, chunki boshqa shnurlarni ulagansan simlarni uzish kerak. Bu oson emas. Lekin mana shu narsada rostdan ham social medianing ham ta'siri bor. Romantisize qilib borishyapti-da. Masalan, depressiyaga tushishi, anaqadir bir baxtsiz bo'lishi, chiroyli narsadagi ham ko'rsatib qo'yilyapti kadrlarda. O'zi mana shu psixologik terminlar 100% bormi? Introvert, ekstrovert. Qarang, 70 dan oshgan bitta ayol borlar-da, zalda birga qatnaylar. 3 marta onkologiya bo'lganlar-da. Juda kuchli ayol, juda aqlli ayol. Keyin o'sha hayotlari haqida gapirdilar-da. Keyin aytibdilar, qattan sizlarda shu narsalar chiqdi. Я не понимаю, deyaptilar-da. Menda anaqa bo'ldi, mani abuse qildi, это мои личные границы. Sizlar atamalar bilan shunaqa yashaydigan bo'lib qoldinglar, dedi-da. Menga yomon ta'sir qildi. Qachondan boshlab menga Barno dedi, insonni sevish ayb bo'ldi. Tam yo'q. Agarda sevsang, sen healthy love qilishing kerak. U senga bir nima berish kerak. Sen men buni tushunmayman deyapti. Sen nahot ketam nima? Hozir men uni ответственности, bu meni zona ответственностям, u meni hozir личный границамdan o'tib ketyapti, shaxsiy chegaramdan. Sen kimnidir sevsang, yaxshi ko'rsang, joningni berging keladi-yu, deyapti. Qutqarging keladi, qarashging keladi. Men hozir жертва bo'lib qoldim. Hozir men uni anaqa qilmas, spasательница bo'lmasligim kerak. Nega terminlar bilan yashaysizlar, deyapti-da. Insonni o'zida bor-ku, shu bizda shunaqa xislat bor-ku, qarashish, yordam berish. Mani anaqam yo'q, batareyam yo'q, chunki o'rtog'im toksik, muammosini aytdi. To'g'ri, shunaqalar bor. Endi vivod qilasiz, xulosa qilasiz. Shu narsa sizga juda yomon ta'sir qilyaptimi? Menimcha to'g'ri gap aytdilar.
nazarimda hamma terminlar bilan yashash. terminlar bilan yashashni boshladi-da. Tam unaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi. Men rostdan o'ylayman, masalan, sinimmi, jigarimmi, qayerdir og'riyaptimi, chopib boraman, qarashaman. Chunki bilaman u menga muhtoj, mendan yordam so'radi. Unga qiyin hozir. Nimaga? Why shouldn't I help? Agar men o'lib turmagan bo'lsam, to'g'rimi? Nimaga? Why shouldn't I go and help? What's bad about it? What's bad about being a human? Odamgarchilikda nima gunoh bor? Nimasi yomon uni? Жертва bo'lib qoldingmi? Men odamman. Odam odamga yordam beradi. Как будто bu atmaskada, bilasizmi? Men ana o'zi o'sish kerak-da. Жертва bo'lib qolganda, как будто atmaskada. Keyin epixondriya degan narsa bor-da. Internetlarda masalan qorningiz og'riyapti, hamma diagnoz oxiri rak. Bilasizmi? Ana simptomlar o'qisa, "Voy, menda bor. Menda ham bor. Qornim og'riyotdi, lekin boshim ham og'riyotdi." Badanimiz bo'lsa bo'yatdimi, sal ahmoq dedimi, sotib qo'yadi dedimi? Keyin badanimiz o'ylashni boshlaydi. Boshimiz og'riganda, og'rimagan bo'lsa ham, tushunasizmi? Уже false memorylar kelib chiqishni boshlaydi-da. Xuddi o'shanga o'xshab, u meni lichniy granisamdan o'tdi. Agar shu narsani miyangizga qo'ydingizmi, baribir evidence topasiz o'tganiga. Bu xuddi inson birinchi niyat qiladi-da. Men qiz bilan Lola bilan o'rtoq bo'lmayman, men urushaman Lola bilan, menga cho'tir Lola yoqmayapti deydi. Endi jamnaqa aytmas, уже niyat paydo bo'ldimi? Endi Lola masalan telefon qilsa ko'tarmadi, o'zi aytdi-ku, уже mensimay qo'ygan. Internetda mashhur bo'lib ketdi-da, mensimayapti-da, mensimagandan atidan omad, balki bilmadim, tam boshqa ish qilayotgandir, telefonni zaryadkadadir qo'ymay qolgandir. Уже unaqa xayolida taxminlar bo'lmaydi-da. Chunki уже niyat qildi, qaror qilib bo'ldi-da. Ana aytadi-ku, birinchi siz qaror qilasiz-da. Qaror qilganingizdan keyin reels qo'ydim-ku, confidence is not a feeling, it's a decision dedi-yu, decide qilasiz-da. Decide qilganingizdan keyin miyangiz o'shanga marshrut перестроен dedi-da, sizni o'sha marshrut bo'yicha olib ketishni boshlaydi. O'shanga o'xshab, men bu abuser. Siz ham abusersiz, men ham ba'zida abuserman. Masalan, kasal bo'lsam, abuser bo'laman, oyimga oyi deb anaqa qilibdi, erkalik qilibdi, nima? Siz buni abuserlik deyishingiz mumkin. Men onani mehriga zor bola deyishim mumkin. Просто o'sha materinskiy hozir любовь yetmayapti. Jonim olib turganda onam oldimda bo'lishini xohlayapman. Interpretatsiyasiga bog'liq. Shu qiyinlashtirib o'rganganmiz-da o'zimizni. Menimcha maza qilsak kerak qiylashni. Mani o'zi bitta anaqa hayron qoldirdi. Sevgi haqida yaqindan u podkast ko'rib qoldim. Kris bilan Naval olgan podkastda. Mani ancha o'ylantirib qo'ydi-da. O'tda menimcha siz ham ko'rgansiz-ku. Вообще zo'r podkast chiqqan. 44 harsh truth about life. То есть sanda agar u odam haqida nimaga degan savollar bo'lsa, u odam sen uchun emas degan. Ya'ni agar sen rostdan true love bo'ladigan bo'lsa, senda savollar, qanaqadir nimaga akademik CV'dagi undan narsa kutmaysan degan narsa menga qattiq ta'sir qildi. Chunki baribir odamda bo'ladi-ku filtrlar, qanaqadir requirementlar bo'ladi-da. Birini kichkina bo'lsin, ko'zi katta bo'lsin, oqchidan kelgan qiz bo'lsin. Shunaqa bizda masalan suvchilikka boradiganlar ham CV-ni qilib olishadi-da, CV bo'yicha borishadi. Okey, menga o'g'lim bo'yi baland qiz degan. Rus tilini, ingliz tilini bilsin degan. 200%, 200% shunaqa. Bizda CV tuzib boriladi suvchilikka. Shunaqa. Lekin rostdan ham o'sha yerdagi narsa, rostdan ham true love anaqasida, formulasi. Savollar tug'ilmasligi, nima desa bo'ladi? Sabab yo'qligi yaxshi ko'rishga. Sizda ham qanaqa mana shunaqa love, umuman feelinglar bo'yicha? Endi men juda emotsional tajriba ko'proq bo'lsa kerak. Emotsional odamman deydi-yu. Bilmasam, transactional relationshiplar ko'payib ketganda. Shunaqa. Men bu shu aytganingizdek ijtimoiy tarmoqlar ham baribir partly to blame. Chunki biz sразу o'ylaymiz, 17 Pro Max olib berdi, demak sevadi. Restoranga olib bordi, demak sevadi. Gul olib berdi, demak yaxshi ko'radi. Bir xil uchun bu вообще ish emas. Men o'zi gulchi tanishim bor edi, aytardi. Maksimum so'kish mumkin emas deb podkastda, o'zi so'kardim. Gulchi tanishim aytayotdilar. Men shunaqa bolalarni bilaman, ular doim bir xil roza anaqa qiladi, zakaz qiladi. Kuniga kerak bo'lsa 3-4 ta, har xil qizlarga yuboradi. Menimcha o'sha qizlar ham o'tiradi, meni sevadi deb. Gul yubordi-yu deb.
To'g'rimi? Endi bu juda ham qiyin masala-da. Masalan, erkak kishi boshqacha проявлять qiladi, sevgisini, ayol kishi boshqacha проявлять qiladi. Bizada biologически ayollarda baribir zabota bor-da. Chunki biz ona bo'lishga moslashgan-ku organizmimiz, zabotiца qilish, take care qilish bizani baribir qonimizda, genimizda bor narsa-da. Biz qanaqa проявлять qilamiz? Yoki anu narsa, mana o'zi erkak kishiga yordam berish kerak emas, yaqinda bo'lgan qiz chiqdilar, aytdilar. Men aytdim, o'rtoqlar bilan o'tiribmiz-da, u bechora qizda aybi nima bo'lgan? O'shan bilan unashtirilgan, sevgan, поддержка qilgan, допустим-da. Mana qizlar hozir поддержка mana qildi. Lekin nima bo'ldi? Lekin bu degani hamma kozol degani emas. Rostdan ham qadrlaydigan erkaklar bor. Oldimda turdi har doim. Yaxshi ko'raman shu insonni deydiganlar bor. U hamma bir xil emas-ku. Yoki tam Gulberdi rostdan ham sevadiganlar bor. Gulberdi lekin umuman sevmaydiganlar bor. Bu qiyin masala-da, chunki insonning o'zi qiyin-da. Uni chuvstvalari undan ham qiyin. Chunki bizda aslida chuvstvalar uchun, feelinglar uchun bor so'zlardan ko'ra ko'proq-da. Masalan, aytaylik, bizda 80 mingta uslovni chuvstvo bo'lsa, bizda o'sha hissiyotlarni xursandman, zavqlandim, nima bildiradigan 40 ta dona so'z bo'lishi mumkin. Siz tushunasizmi, qanchalik til qashshoq insonni feelinglariga. Shuning uchun ham ani tushuntirib bera olmayman, g'alati his qildim deymiz-ku. Qanaqa bo'ldi? Bilmayman, bir g'alati bo'ldim. Lekin tushuntira olmayman deymiz. Jahlimiz chiqib g'azab deb deya olmaysiz u narsani, разочарование deya olmaysiz. Chunki insonlarning emotsiyalari, chuvstvalari shunchalik ko'p. Men o'ylayman o'shani sevgi deymiz, sevgini ham evolyutsiyasi bo'ladi, nimasi stage bo'ladi deb o'ylaymiz. Men o'ylayman, masalan, inson по-любому do'st bo'layotganda ham baribir даже ustoz va shogirdda birinchi o'sha primitivniy etapi bir-birini sinab ko'radi. Qanaqani ustoz? Mamsiz nima bo'ladi, Miss Barno? Mamnaqa bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni talaba keldi, meni rezultatga olib chiqadimi ustoz? Unda expertise va professionalizm yetarlimi deydi-da, chunki u ham kelajagi haqida o'ylayapti, to'g'rimi? Savollar beradi, ustoz mamnaqa bo'lsa nima bo'ladi? Bunaqa bo'lsa nima bo'ladi? Qanaqadir hamma bir-birini limitini test qiladi. Yoki yosh bola, sezganmisiz? Kichkina bola nimaga onasiga ko'proq erkalik qiladi? Chunki onasi unga eng kerakli inson va u test qilib ko'radi. Qani, meni tashab ketmaydimi? Yig'lasam, baqirsam, qayoqqa kimgadir boshqacha vнимание bersa, bola har xil qilishni boshlaydi. Menga bersin, chunki bola o'zini o'zi eplolmaydi. U hali kichkina, unga zabota kerak. O'sha evolyutsionniy ham u uchun важно oysini zabotasi-da. Chunki onasiz u o'lib qoladi. O'zini o'zi pul topib boqa olmasa. Допустим. Men o'ylayman, отношенияda ham boshida shunaqa faza bo'ladi, relationshipda yigit, qiz bir-birini yoqtirdi. Endi bu dopaminoviy faza. Bir-biriga notanish-ku. O'rganish. Voy, unga bunaqa rang yoqar ekan. Voy, menga bunaqa rang yoqadi. Voy, unga ham apelsinoviy fresh, menga ham yoqadi. U sevgi deydi-da. Effekt novizny bo'ladi. Hamma narsa hali miyada bo'lsa, shunaqa gormonalli kokteyl bo'ladi. Ichida norepinefrin bo'ladi. Nimaga sevgan, endi sveji sevib qolganda har bitta narsasini biladi bolalar. Masalan, sochini qanaqa yig'ib kelardi, qanaqa sumka tutardi, u qanaqa tutardi, qanaqa derdi deb har bittasiga diqqat qiladi. Chunki bu adrenalin. Adrenalin diqqatga javob beradi. Adrenalin baland bo'lganda bizani mana qorachiqimiz kattalashadi. Odam nima qiladi? Jangga tayyor. Risk, qayoqda risk bor? Qayoqdan hozir sher chiqadi? Qayoqda охота bo'ladi? Nima qilishim kerak? Insonda shunaqa kokteyl bo'ladi. Biz buni sevgi deb o'ylaymiz. Qo'llarimiz tiyillab, qizi har bitta gapi bizga nima tuyulib, yo'q, bizda aslida hozir o'sha gormonalniy kokteyl bo'lyapti. O'shani biz чувство влюбленности deymiz-ku. O'zbekchada uni tarjimasi mana shu, чувство влюбленности bo'ladi. Birinchi etap. Endi bizning organizmimiz har doim gomeostazga intiladi. Balansga. Oldin sizni xursand qilgan narsaga vaqt o'tishi bilan bu narsa sizga oddiy bo'lib qolgandan keyin neyromediatorlar, gormonlar uspokoyitsa qiladi. Endi keyingi etapda eng ko'p split uplar, break uplar, oilalarning ajralishi, agar boshqa sabablar bo'lmasa, sevgi o'tib ketdi,
Я перестал любить deydi. Bilmayman, boshi deydi emas deydi. Конечно, bo'lmaydi, boshiga urgim keladi. Albatta bo'lmaydi, ahmoq. Chunki u anaqalar уже gormonlar bo'ldi, kokteyl ketdi. Chunki uni biznama siz uni badanini bilasiz, ko'zini bilasiz, yuzini bilasiz, уже har bitta holini bilasiz u insonni. Sizga уже u hammasi mana o'zingiz 5 ta qo'lingizni bilganingizdek gap. Mana shu etapda ko'plar o'ylaydi, sevgi o'tib ketdi deb o'ylaydi. Yo'q, hali sevgi kelmagan ham bo'ladi bu paytda. U hali sevgi kelmagan ham. U mana bu narsa vechna millionta ichi odam masalan bo'ldi bu qizni уже sevmay qo'ydim, demak bu sevgi emas ekan deydi, boradi yana 10 ta qiz bilan yurib keladi. Bo'ldi bu odam уже anaqa narkoman. Dopaminaviy narkoman. O'sha narsa unga kayf beradi. Anu qizuv-ku. Va bilasizmi bu anaqa kokteyl qanaqa qizuv kokteyl. Men sevganimda ozardim. Masalanda sevib qoldim deb o'ylaganimda ozardim. Ozib, ovqatam o'tmasdi, faqat o'sha odamni o'ylaysiz, qachon onlayn bo'lsin, bu xuddi anu narkoman odamni holatida. Siz уже uni gormonlar u yoqda har xil anu kokteyl bo'lib yotibdi-da. U hali aslida sevgi kelmagan ham bo'ladi-da. U sevgi u tanishganingizdan keyin bo'ladi. Siz kimsiz? Va anaqa полностью qabul qilasiz. U уже keyingi etaplarda bo'ladi. Уже anular uchix-nuch qiladi, tushadi. Masalan, baseline ga tushadi. Anu videolar ham bor-ku. Mana bu sen sevgi deb o'ylagan narsa bo'ron, daraxtlar, nimalar, olovlar, bo'ri. Aslida bo'lsa, sevgi sokin, tinch, xotirjamlik, nervous system is calm. O'sha insonning oldida siz uydaman degan feelingiz bo'ladi. Ya do'ma. Меня не осуждают, bu yoqda meni hech kim muhokama qilmaydi. Soching unaqa ekan demaydi. Ko'zing qish ekan demaydi. Meni borligimcha qabul qilishadi. Men qabul qilindim, I belong degan feeling bo'ladi. Lekin tavallilik u etapgacha ko'pchilik bormaydi hamda. Shuni aytolmadi. Shunda juda bir murakkabdek ko'ryapti-da, hozir siz aytayotgan bo'yicha. Nima desa bo'ladi? Уже bilib bo'lmaydi buni rostdan ham to'g'ri sevgimi yoki yana endi qarang, to'g'ri sevgi, noto'g'ri sevgi, o'zi to'g'ri, noto'g'ri u sizga to'g'ri bo'lgan narsa menga noto'g'ri bo'lishi mumkin-da. Unaqa kategoriyada o'ylamang. Maslahat. Individual. Nima deydi? Именно odamlarning chuvstvalari, insonlar bilan bog'liq bo'lgan narsa yaxshi odam. Men eng ko'rgan narsam shu, yaxshi, yomon, to'g'ri, noto'g'riga bo'lishda. Chunki men to'g'ri desam, menda har doim sinov keladi. O'sha narsani ham noto'g'riligini tushunaman yoki noto'g'ri deb o'ylagan narsamni qaysidir holatlarda to'g'ri bo'lishini ham tushunaman-da. O'shanda menda hayotda prinsipim odamlarni yaxshi inson, yomon odam, to'g'ri, noto'g'ri ajratmayman. Hamma birinchidan qo'lidan kelgancha sevadi. O'shani sevgi haqida ham podkastim bor edi-yu, siz o'zingizni to'g'ri sevmayapsiz. Tipa, отчасти qisman nima uchun psixologический kurslar mashg'ul bo'lib ketgan, o'zingizni seving. O'zingizni sevmayotganingizdan hamma narsa. Ya'ni odamda уже nima bo'ladi? Defitsitdan o'ylaydi inson. Lackdan o'ylaydi. Men o'zimni sevmayapman. Demak, bu inson biladi qanaqa sevishni. Men o'zimni sevishni noto'g'ri sevyapman. Siz o'zingizni sevmayotganingizdan-da, sizga mana shunaqa alfonsli uchrayapti. O'zingizni sevmaganingiz uchun sizga shunaqa jumotli uchrayapti. Sevganingizda o'zini hurmat qiladigan yaxshi erkaklar, siz hurmat qiladiganlar uchrayerdi. Birinchidan bu taqdir bilmaysizki qanaqa inson uchraydi. Va-первых, hamma narsa ham sizning kontrolingizda emas. Bir nimalar sizning kontrolingizda, bir nimalar sizning kontrolingizda emas. Mana bu narsa insonlarda defitsitni uyg'otib, tipa, bu inson biladi. U xudomidi u biladi, qattan biladi, to'g'rimi? Keyin men senga o'zingizni to'g'ri sevishni o'rgataman. Yoz daftaringni, massajga borasan, Maybelline olasan, bilmadim, sochingni kesasan. Inson bo'lsa keyin anu puppetdagi hamma aytganini qiladi-da, lekin ichida anu feeling yo'q. Men shaxsiy fikrim, inson o'zini qabul qilishi butun umr o'rganadi. Chunki inson doim o'zgaradi. Masalan, men hozir 70 kiloman. Lekin 10 yil oldin 48-54 kilo bo'lganman. Допустим-da, menga hozir mana shu holatim yangi. Endi shu holatimni qabul qilishim kerak. 10 yildan keyin yana o'zgaraman. Ochki taqotgan holatimni qabul qilishim kerak. Ya'ni bu butun umr davom etadigan proses. Hozir masalan aytaylik, bir ayol 2 ta bolasi bor, lekin u hech qachon 4 ta bolani onasi bo'lib ko'rmagan. 4 ta bolani onasi bo'lgan holatini qabul qilish kerak. Ya'ni anu end line yo'q. Kursni bitirib o'zingizni qabul qilishi
o'zingizni qabul qilish menimcha bu o'zgarishlarga сопротивленияni kamaytirish. Qarshilikni o'zgaradi. Bu tabiiy hol, o'zgaradi. Qarshilik qilasizmi, yo'qmi, hayot o'zgarishlardan iborat. Tushunarli. Hamma odam o'zi temperamenti bilan tug'iladi-yu. Shunaqa. Qanaqa qilib masalan salbiy temperament bilan tug'ilsa, uni Salbiy temperament degan narsa o'taymi? yo'q. Tabiatda ham, Genlar, insonda masalan. ham salbiy, ijobiy degan narsa yo'q. Предположенность anaqa nimalar bor? Inclinationlar bor. Masalan, epichondriklar bor, yoki nimalar bor, aytganingizdek, depressiyani romanticize qilib, doim siqilib yuradigan, zato ular усидчивый bo'ladi. O'tirishni biladi. Ular masalan ilm fan bilan shug'ullansa ham, ularda diqqat g'imir-g'imirlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Ya'ni o'shani intizom haqida podkast qilganimda savol ko'targandim. Intizom bu genetikmi? Yo, bu har bir insonda shans bormi? O'shanda shu исследованияni o'qigandim. Rostdan ham shunaqa temperamentli turlari bor. Ular og'ir bosuv tabiatan. Ularga birorta bir bilimni o'zlashtirish, o'tirib o'qolish osonroq bo'lishi mumkin. Zato mendagi g'imir-g'imir qiziquvchanligi bo'lsa, har doim miyasi любопытствоdan yangi narsalarni, challenge-larni o'ylab, "Adamni qilib ko'ramiz, adamni qilib ko'ramiz" deb o'ylab topuradi. Chunki bizda dopamin sistemasi, mana любопытный insonlarda dopamin sistemasi zaif bo'ladi-da. Har doim stimulyatsiya kuchli bo'lishi kerak-da. Shuning uchun biz har xil narsalar qilib ko'ramiz. "Voy, uni qilib ko'raylik, buni qilib ko'raylik, buni qilib ko'raylik" deb. Aytaman, yaxshi yomon narsa yo'q. Zato shundan ham foyda qilyapman-ku. O'rganyapman bir nimani. Yoki uni aytaylik, melanxolika va melanxolika yomon desiz. Zato o'tirishni biladi. Diqqat qila oladi u odam. O'zimda bu savolchi birinchi adashmasam 12-13 yoshimda paydo bo'lganda, matematikaga borardim. Men bilan bir xil dars qiladigan, bir xil dars oladigan bola mendan yaxshiroq edi. Men o'ylaganman, bunda matematika demak, talanti bor. Menda yo'q. Shuncha o'xshamayapti deb o'ylaganman. Rostdan ham o'xshamagan. Masalan, 2 yil borgan bo'lsak, men ham maksimum undan kam dars qilmaganman, lekin mendan kam dars qilib ham mendan yaxshiroq natija ko'rardi. O'shanda savol berganman, demak, genga ham bog'liq ekan. Har doim ham deep work qilish ham nima desa bo'ladi. Agar poyga deb qarasak, o'tib ketishga emas ekan. Nima desa bo'ladi? Ta'sir qilmas ekan. Hozir matematikada yaxshimisiz? Hozirda. Qanaqa qilib yaxshilagansiz? O'sha jarayon. Takror va takror qilib. Lekin rostdan ham mana shu narsalar borda, kimdir tez ilib oladi. Kimdir ko'p repetitionlar qilib ilib oladi. Shunaqa rostdan ham masalan artistlarni oilasidan artistlar chiqadi, to'g'rimi? Uni menimcha hali ham psixologlar ham, olimlar ham bilmaydi. Qancha necha foiz atrof muhit, necha foizi gen. Men ishonaman, atrof muhit ham ta'sir qiladi. Lekin jiyanlarimni kuzatib, "Voy, gen deydi, boraman" deydi. Shunchalik ham o'xshaydimi? Yo'qsa atrof muhit deydigan bo'lsam, o'shani 3 yashar jiyanlarim hali onasini, otasini shunaqa behave qilganini ham ko'rmaganda, lekin ularda bordi, bu sistema bordi, bu patternlar bordi. O'sha yerdan tobiq boraman. Wow, shunchalik gen kuchli bo'lar ekan-da, deyman. Xo'p, etiklikman talantsiz tug'ildim, lekin mehnatim bilan bo'lmaydi. Yaxshi darajaga, etiklik domandi, yaxshi darajaga chiqib oldim. Qobiliyatim yo'q edi, desak bo'ladi-ku. Mendagi o'sha chiqib olgan etapim keyingi genga ham o'tadimi? Qarang, siz hozir sport bilan shug'ullansangiz, ayniqsa ota shug'ullansa, bu уже bolaga o'tadi DNKda. Siz hozir qilayotgan hamma narsangiz o'tadi bolangizga. O'zgargan holatim. Hammasi o'tadi. Menda ko'p shu savol. Sizda har doim shans bor. Bolalaringizni bekorga aytmaydi-yu, bolangni tarbiya qilmoqchimisan, o'zingni qil deydi-yu. Bu genetik ham shu, epigenetikadan so'rayman deyapsiz. Bu rostdan ham bor narsa. So hamma narsa o'zi gen nima? O'tiradi, anaqalar tik qilib yozib o'tiradi. Bir-biriga yozish, shu kodlarni o'tkazish nimasi hisoblanadi-da. Masalan, yangi ma'lumot tushdimi, tik ular o'tiribdi. Type qilib o'tirishibdi. Yangisini type qilishadi. Keyingisiga yangi type ketadi. O'sha oldin 28 ta harfni type qilgan bo'lsa, endi 29 tani type qilyapti. Siz qancha ko'p kitob o'qisangiz, bu ham o'tadi ertaga. Bu qoladi bu narsalar. Даже anu narsa bor edi-ku, buni hozir endi isbotlashyapti. Homilador paytida ayol kishi siqilsa, bolasi ham nervini tug'iladi, deb o'sha narsa ham bor narsa. Chunki nervini ayolda sympathetic nervous system ishlaydi, tonusda bo'ladi, qonni aylanishi tez bo'ladi. Biz butun badanimizda nervous system.
u anaqa reproduktiv sistemimizda ham-ku, u yoqda qon tez aylanyapti, tonus bo'lib qoldi deymiz. Bola o'sha sferada-ku, o'sha vakuum ichida turibdi-ku, конечно, ularni oladi. Siyotgan narsangiz bolangizga boryapti. O'ylayotgan fikringiz, chunki fikringiz nima bo'ladi? Masalan, ko'zingizni yumib, nordon anaqani limonni o'ylasangiz, og'zingizdan suvlar oqadi, to'g'rimi? Ya'ni bizani fikrimiz, bizani fiziologik o'zgarishimizga ham ta'sir qiladi-ku. Birorta bir narsani xayol qildik, yomon yegimiz kelib ketdi, o'sha narsani aniq qilganimiz uchun og'zimizda suvlarimiz oqdi. Fiziologiyaga ta'sir qilyapti-ku. Bola ham ichida-ku, u narsa o'tadi. Hayot tarzimiz genetikamizni o'zgartirishi mumkin. O'zgartirishi mumkin. Masalan, o'zgartirsa bo'ladiganlari bor, o'zgartirsa bo'lmaydiganlari bor. Masalan, ko'zingiz rangi o'zgarmaydi. Sochingiz rangi o'zgarmaydi. Masalan, sochingizni qizilga bo'yab yuribsiz, riji tuqis kelyapti rosa. Qizingiz riji tuqilmaydi. Bu jihatlari bor. No, yaxshi tarafi o'zgartirsa bo'ladiganlari ko'proq ekan. Umid doim bor. Umid doim bor, to'g'ri. Mana hozirgi paytda sizni qo'rqitmaydimi ayollarni juda kuchli bo'lib ketayotgani? Qanaqadir yordamga muhtoj bo'lmay qolayotgani? Meni boshqa narsa qo'rqitadi. Erkaklarni sal zaifroq bo'lib qolayotgani. Bu hamma emas, yana aytaman, hamma ayollarni kuchli, hamma yana o'sha, yana kategoriyaga tiqish yomon ko'raman. Chunki hammani birga tiqib bo'lmaydi. Ayollar kuchli bo'lib ketdi. Yo'q, ba'zi ayollar kuchli bo'lishga majbur bo'lishyapti. Keyin ayol kishi bizada O'zbekistonda ayniqsa hammada demayman yana erkaklarni, o'g'il bolalarni boshqacha tarbiya qilamiz-da. U meni davomchim, u meni boqadi, qizimni uzataman. Ertaga mana shu baribir bo'ladi o'sha vigidanni o'ylaymiz, insonmiz, hammada bor narsa. Ertaga qariganingda kim suv beradi, kim seni ko'madi, baribir o'ylaymiz. Bolalar, o'g'il bolalar o'zi emotsional biologiyadan ham olsak, masalan 10 yashar o'g'il bola bilan 10 yashar qiz bolani taqqoslang, qiz bola aqlliroq bo'ladi. O'zi erkak kishini anaqasi polностью kallasi kiradigan yoshi 40 yosh bo'ladi. Ayol kishida 25 yosh bo'ladi. O'sha karasi qotadi. O'shandan keyin emotsiyalarga berilmaydi, ayol kishi 25 da qotadi. Tushunasizmi, erkaklarda 40 yoshda qotadi bu narsa-da. Shuning uchun ham balki o'sha statistikaga bu ham ta'sir qilayotgandir. 25 yashar qizlarni mashina olganini ko'ramiz, uy olganini ko'ramiz. To есть просто nima tarbiyani, environment topdi, o'sha biologiyaga qaraydigan bo'lsa ham, ayollar, qiz bolalar tezroq yetiladi, emotsional, zrelый bo'lishi ham tezroq bo'ladi. O'g'il bolada bu afsuski sal orqada qoladi. Bu biologически shunaqa. Endi tarbiyadan qaraydigan bo'lsak, erkalashimiz, avaylashimiz, keyin men bilan maslahatlashsan, nima deydi, bir xillarda o'ylardim-da, bizda skrytый matriarxat-da, o'zi patriarxat deymiz, lekin uy ichki arsaga kiradigan bo'lsangiz, bar oyingdan so'raylik, shu oying bilan maslahat zo'r, agar ikkalovlik o'tirib maslahatlashib qilishsa. Ikkalamiz o'yladik, mana oying bilan maslahatlashdik, biz shunaqa qarorga keldik, zo'r. Lekin oying aytgani bo'ladi deyilsa, уже bilmadim. Mana shu narsa ham ta'sir qilyapti-da, to есть qayoqqa kiraman, nima qilaman degan narsa. Erkaklar ответственностьdan qochishni boshlaydi. Bekorga newslarni o'qiysiz, tam ayol kishi bilan ajraldi, qiz bo'lsa keyin nima qiladi? Ajralgandan keyin birinchi ayol kishi nima o'ylaydi? Bolamni boqishim kerak deb o'ylaydi. Bolam menga bolu, men unga ovqat berishim kerak, pampers narsa olishim kerak, tezroq o'qib, bir nima qilib oyoqga turib bolamga qaray deydi. Ikkinchi topiy degan narsa uni xayolida birinchi prioritetda bo'lmaydi-da, tan olaylik. Ayol kishi masalan, bo'ldi, oyoqga turishim kerak. 22 yoshda erim bilan ajrashdim, bolam bor, boqishim kerak degan narsa turadi. Erkak kishida ko'pincha unaqa bo'lmaydi. Ajraldim, men tezroq endi xotin topib uylanishim kerak degan narsa turadi. Nimaga? Chunki ayol bolasi unga dependent-da. Ответственность kamaygan, bilmadim, erkaklarni ko'proq ответственныйroq qilib tarbiyalash kerakmikan. Endi men o'zim bolam yo'q, bu narsalar haqida gapirib, maslahat berishim, mana bunaqa tarbiya qilasiz deyishim noto'g'ri bo'ladi-da. Lekin ota-ona bo'lish o'zi instinkt bilan bo'ladigan narsa emasmi yoki imенно qanaqadir ta'lim olish kerakmi bolaga tarbiya berish bo'yicha? Men o'ylayman, ota-onalikka men tayinlansangiz ham tayyor bo'lmaysiz deb o'ylayman.
chunki hech qachon hali ota yoki ona bo'lib ko'rmagansiz-ku. Bu protsessda boshqacha-da. Masalan, xuddi apelsin yemagan insonga men o'tirib apelsinni tushuntirib beryapman-da mazasini. Mana bunaqa sitrus qatlaridir limonga o'xshab ketadi. Tasavvur qil deyman, tayyormisan? Desam ham olib shappa yeb ko'rganingiz boshqa-da. U narsa. Xuddi shundaki, shu ota-onaligi tayinlanadi, sen nima qanaqa podguznik qanaqa o'zgartirish kerak, bolani qornidan bo'lsa nima qilish kerak, bilmadim, qanaqadir ba'zi narsalarni bilish kerak, конечно. No, 100%, manimcha 90% ham inson tayyor bo'lmaydi bu narsaga. Boyagi mavzuga qaytsak, siz kuchlimisiz yo men g'irtlatdaman o'zi. To'g'risi. Вообще, menda qo'rquv juda ham kuchli. Kuchliman qaysida, nima sohada? Men bu уверенностьsiz, o'zingizga уверенность bor, qanaqa самооценкani, самоуверенность oshirsa bo'ladi. Biladigan narsamni gapiryapman-ku. Shuning uchun men bemalol gapiryapman. Chunki bilaman, bilmaydigan narsamni so'rang, bilmayman deyman. Уже уверенность kamayadi u narsada. O'shandan kelib chiqib, yana bitta tomonni ko'rishadi odamlar. O, kuchli bo'lib ketibdi deb. Yordam so'rash o'ziga nima вкладывать qilishingizga bog'liq-da. Kuchli deganda nima? O'ziga uy olgan kuchlimi, o'ziga mashina olgan kuchlimi? U nima kuchli, nima bilan o'lchanadi? O'shanga bog'liq-da. Hamma narsani o'zingiz hal qilasizmi yoki yordam so'rash ham siz uchun oddiy narsami? Mana masalan, nima? Yiqilib tushdim. Oyog'imga ko'karib yotibdi. Keyin bo'ldi, menda уже yosh bola Barno uyg'ondi. Jonim og'rib turibdi-yu. Keyin oyimga aytdim, "Menga ham ona kerak" deb bing'illab telefon qildi. Masalan, bilmadim, agar kimnidir tasavvurida kuchli inson, masalan, keyin onam ovora qilmaydigan bo'lardi. Lekin menda уже miya aqlli Barnodek o'ylamayapti-da. Jonim og'rib turibdi, onam kerak. Onam oldimda bo'lsa xotirjam bo'laman, chunki ona xotirjamlik hissini beradi. Keyin singlim keldi, ukol qildi. Mazza забота, жена забота, qanchalik приятно dedim. Zo'r-ku dedim. Masalan, kimgadir masalan kuchli bo'ldi, yiqilsa ham borib o'zini inson kerak. Biz bekorga social emasmiz. Menga odam kerak, menga ota-onam kerak. Kerak u narsalar. U mustaqil bo'lib ketdi. Unaqa bo'lib ketdi, kuchli bo'lib ketdi. Nima bilan o'lchavasiz u narsani? Nima bilan o'lchavasiz? Uvereni gapirgandan o'lchavasizmi? Man degan kuchli insoningiz ham yig'laydi menimcha, to'g'rimi? Ularda ham bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Men masalan menda ответственныйman-ku, mas'uliyatli insonman deb o'ylayman. Chunki тревожныйman. Qilmasam o'ylayman. Qilmadim-ku, va'da berdim-u, etdim-u, qilmadim-u. Ya'ni anxiety, responsibility bular doim qo'lma-qo'l yurishadi, birga yurishadi. Tam anxiety'si kuchli odamda baribir responsibility kuchli bo'ladi-da. Chunki o'ylab yuradi. Uni 3-triosi bu qo'rquv. Qilmasam nima bo'ladi deb o'zini o'zi ham urishib turadi-da. Так что nima deydi, повезло deydi, I'm lucky. Bir nima qilishdan oldin 10 marta o'ylaysiz-ku, тревожность bor-ku. Buni qilsam nima bo'ladi? Buni qilsam nima bo'ladi? O'zingizcha adashmaslikka harakat qilasiz. Lekin qarasam baribir hamma adashar ekan. Adashib o'rganasiz, xato qilib o'rganasiz, to'g'rimi? Muhim qarorlarni qanaqa qabul qilasiz? Masalan, uzoq muddat o'ylaysizmi yo tap etib? Mana endi tezroq qaror qabul qilishga harakat qilaman. Chunki mana qaror qabul qildim, unda nima yutqizaman? O'sha narsani o'ylayman. Mana qaror qabul qilishim kerak, bir nima qilishim kerak, lekin qaror qabul qilishim qiyin bo'lyapti. Agar xo'p qildim, bir marta qilib ko'rdim, men uchun bu trial. Ikkinchi marta qildim, yana trial. 3 marta qildim. Miyamda hozir fiksatsiya qilyapman. Qancha ko'p qilsam, shuncha ko'proq menda data bo'ladi-yu. O'tirib patternlar. Aha, biz 5 marta bunday qilib ko'rdik. Demak, bu aniq ishlamas ekan. Mana qilib ko'rdik. Ya'ni bir marta qilib ham conclusion qilmayman hozir. Endi ba'zi qarorlar bor, bittada to'g'ri bo'lishini xohlaysiz-ku. Masalan, marriage. Qarang, men to'g'ri deb o'ylaganingizda ham o'sha inson ertaga qanaqa bo'lishini bilmaysiz-ku. To'g'ri. Bilmaysiz, endi xudo ko'rsatmasin o'sha ertaga o'sha inson bo'lmasligi ham mumkin. Unga ham garantiya yo'q-ku. Men уже давно принять qildim. Hayot baribir siz hamma narsani kontrol qila olmaysiz. Bilamiz, men qarorni to'g'ri qabul qildim deganingizda ham tuk, men buni noto'g'ri qilganim degan narsa bo'ladi-da. Ha, to'g'ri. Insonni yashamaguncha ham bilmaysiz. Xo'p, yashadingiz, bildingiz. Lekin vaqt o'tgandan keyin u insonga bilmadim, qanaqadir sinovlar keldi. U sinov insonni o'zgartirishi mumkin. Mana travma dedik-ku, travma nima? Mana bu odatiy behaviorni o'zgartirish kuchiga ega.
u inson o'zgarib qolishi mumkin, ziqna bo'lib qolishi mumkin, manman bo'lib qolishi, kibrga berilib ketishi mumkin. Zo'r pul topdim, men eng aqlliman bo'lib, insonga qaraysiz aytasiz, nahotki men shu insonni sevganman, nahotki men shu insonni tanladim. Qatta adashdim, adashmadingiz, просто odamlar inakda o'zgaradi. Lekin baribir odam o'ylaydi, men xato qaror qildim, shuning uchun shunaqa bo'ldi. Hamma shunaqa deb o'ylamaydi. Juda ham conscious odamlar shunaqa deb o'ylaydi. O'zidan birinchi xato izlaydi. Men qatta xato qildim degan narsani hamma ayta olmaydi. O'zi yomon-da, o'zi unaqa-da deb o'ylash ancha komfortni. Ko'proq uchraydi bu shunaqa Menimcha ko'proq mana shunaqa deb o'ylaydi. Chunki mana siz bilan 10 ta odamdan nechtasi ответственный? Masalan, men nima deydi, operatorlar bilan ishlab, bilaman. Montajmash chisloda bo'lsin desam, bilmam, 10 tadan bittasi vaqtida qilib beradi. To'g'ri. Men уже aytdim, okey, demak, hayotda o'zi ответственный odamlar ekan ekan. Mas'uliyatli. Bu it's norm, it's okay. Chunki mas'uliyatni olish degani bu уже tayyorsiz, ertaga o'xshamasa men aybdor degan narsaga. Men aybdorman deb tan olish, bilasizmi, qancha duh kerak, qancha kibringizni sindirishingiz kerak. Mendan o'tdi xato, uzr deya olish. Bilmaysiz, endi tushunaman u. Marriage lotereya degan gaplarni endi tushunyapman. Chunki hayot lotereya. Chunki siz bilmaysiz, mana siz tanladingiz shu sohani, zo'rsiz, sizga hozir yoqyapti. Lekin ertaga qanaqa bo'ladi? Open bo'ling, adaptable bo'ling. Ichingizda moralniy prinsiplaringizni saqlab qoling, insonlarga yolg'on gapirmaslik, aldab pulni olmaslik, bilmadim, kirib ketmaslik, hammani o'zini moral kodi bo'ladi-yu. Shunaqa moral kodlari bo'lish kerak deb o'ylayman. Просто o'sha moral kodlaringizni olib chiqasiz dunyoga. Nima bo'ladi, you don't know. Hozir siz to'g'ri deb o'ylagan narsangiz ertaga sizga уже to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Moral prinsiplaringiz bor. Shuncha narsani o'rganibdi. Endi shuncha deganda, men uchun siz o'rgangan narsalar juda ko'pda. Hayotning ma'nosi nima ekan? Hayotning ma'nosi yo'q. Yo'q. Bu siz yaratadigan ma'noda. Hamma uchun o'ziniki. Mendan ham so'rashdi yaqinda, qaysidir treningda. Hayotning ma'nosini topmoqchiman. Houston, we have a problem, the showda. I'm looking for a meaning of life dedi. I'm looking for a meaning of life deyish, bu уже qayerdadir ma'nosi yotibdi, kimdir ma'nosini biladi. Men o'sha insonni topsam, menga ma'nosini aytadi degan narsa. Bu yana nima? Перекладывание ответственности, yana mas'uliyatdan qochish. Ma'no bu siz. Ma'no bu siz qilayotgan harakatlaringiz. Siz yuklayotgan ma'no. Aslida ma'noda. Lekin odam ichida baribir bo'ladi-yu, har doim nimadir kutadi. Eng zo'r momentni kutadi, har doim. Jannatni kutadi. Da. Yuragida doim o'sha void bo'ladi. Shunaqa. Bu tabiiy holat, hammada bo'ladi. Hamma checklistingizni to'ldirib chiqasiz-ku. Oyga chiqdim. Multimilliard kompaniya qurdim, turmush qurdim, bolalarim bor, doim yetishmaydi. Doim yetishmaydi. Doim bu tabiiy holat. Bu tashqi narsa emas, har doim qanaqadir odamga ichida bo'ladigan narsa. U yo'q yetishmaydi. Ha. Alignment, void doim bo'ladi. It's okay. Bu normal. Bu normal. Biz o'sha voidni har xil narsa bilan yopib ko'rgimiz keladi. Bu bilan, insonlar bilan, yangi отношениялар bilan, pul bilan, latta-putta bilan, yo'q. Bu dunyodagi narsa bilan uni teshuvni yopmaysiz. U yopilmaydi. Siz bilasiz. Siz bilib kontrakt tuzib tushdingiz. Bilasiz. Taqdiringizni bilasiz. Просто unutib qo'ygansiz bilishingizni. Bari qaytasiz. O'sha esingizda, o'sha narsa turibdi, o'sha void. To'g'ri. Men uchun ko'p o'ylardim-da men. Hamma narsa qilib ko'raman, lekin har doim anu qanaqadir halovat yo'q. Halovat. Imini mana shu. Men o'ylardim, bu narsa bu yo'ni o'zidagi pray bilan yoki qanaqadir narsa bilan bitadi deb o'ylardim-da. Baribir qancha nima qilsangiz ham baribir o'sha kichkina bo'shliqqa uradi. Qoladi. Uni faqat boshqa muhabbat bilan to'ldirasiz. Insonlardagi muhabbat bilan emas, kiyim-kechaklarda bitta bilan emas. Butun umr inson izlaydi o'shani, kalitini. Hozir topaman-dek to'ldiraman. Yo'q, men уже tushundim, bu yoqda to'ldirilmaydi u narsa. U faqat yaratganga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirasiz. Anglab, tushunib, his qilib. Biz уже bilamiz, unutib qo'yganmiz bilishimizni. Siz bilishingizni qachon bildingiz? Yaxshi savol.
manda chuqur meditatsiya holati bo'lgan. O'sha aytdim-ku, dushmanimga ham ravo ko'rmayman depressiyani. Chunki men o'zi qotib yurardim. Demak, tushib ko'rgansiz depressiyaga? Tushganman. Va hech kimga ravo bir marta, ikki marta yomon narsa. Men necha oy chiqa olmaganman bu narsadan. Qiyin bo'lgan. O'shanda terapiyalardan bittasi chuqur meditative state'da bo'lganman. Polностью kallam o'chgan, hamma narsa o'chgan. Nafas olishni boshlaganman. Tushunyapman, bitta nafasim ichida bir nechta nafas bor. Bu hozirgi ong mangu forever last qiladi. It doesn't end. Biz shoshilamiz, bir nimalar qilamiz, suyda, mana bu narsalar bor. It's hard to explain it. That's a state I felt and it's hard to explain with words. So'zlar yo'q uni explain qilish uchun. O'shanda menda nima bo'lgan? Total presence bo'lgan. Totalное присутствие. Badanim bilan, aqlim bilan, hamma narsam bilan men shu yerdaman. O'shanda shunaqa ulkan muhabbat his qilganman-da. Ichimda shunaqa to'lib, как будто kimdir meni katta narsa meni qucha oladi. Katta sevgi qucha oladi. Menda bitta feeling bo'lgan. Oy, наконец-то uyga keldim. Welcome to home. Yeah, it's like, наконец-то uyga keldim. Zo'r feeling bo'lgan. Tushunganman. Bo'lmaydi, bunaqa narsani izlash kerak emas. Bu bu yodiy narsa emas u holat. Bu uy emas. Bu emas uy. Biz o'sha narsani crave qilamiz-da, izlaymiz. Qachondir psixolog sifatida o'zingiz ko'rasizmi? Odamlar boshlayapmiz. Sekin sizga yozib qo'ysiz bo'larkan o'sha. Bo'ldi, keling, personal development bo'yicha уже kichkina nima qilaman. Shogirdlarni yig'ib sekin boshlayapmiz. Qanaqa qilib bunga yozilish mumkin? Qolganlarga ham qiziq bo'lsa. Hozir kichkina krugda qilyapman. Offline formatda qilish 10 ta odamni olib, birga ishlab, ular bilan gaplashib, rostdan ham o'sha state'ga ular bilan birga sho'ng'ib, nima sizlarni o'zi trevojit qilyapti. Aql o'rgatish maqsadida emas, hayotni tushuntirish men o'zim bilmayman. Men ichim to'la xato. O'rganyapman. Lekin bir nimani bilaman, yoki siz biladi deb o'ylaysiz, shu bilim sizga ozgina bo'lsa ham yordam berishi mumkin. Men sizlarning hayotinglarni o'zgartirishi sababchisi bo'lish maqsadida emas. Egoistman. Bersam maza qilaman. То есть уже menda shunaqa to'lib ketdi, anaqa chelak. Уже boshqa suv quya olmayapman-da. O'sha to'qqim kelyapti-da. Men shu narsani sezdim-da. Уже kasal bo'lib qolyapman. Уже berish kerak, bo'lish kerak. Erta paqqatda bo'lsam o'zim bilan ketadimi masalan-da. Qancha tezroq berib, ko'proq odamga berib ulgursam, nabrot o'shanda men maza qilar ekanman. Ya'ni streamlarda ham o'sha mavzular o'zgarib ketgan-ku. Gaplashib nima qilamiz, lekin o'zim maza qilaman. Ham 2 soat gapirib, chiqib charchasam, men nabrot maza qilaman. Berib oldim-a, yaxshi bo'ldi, ulashdim degan feelingdan. Shuning uchun ham o'qituvchilikda demak 10 yildan ko'proq davom eta olyapsiz. Menimcha ham. Hamma voy 3 ta par, voy 4 ta gruppa charchab ketdim, ammo unaqa bo'lmas. O'qituvchilarda o'zi har doim pensiya yoshini kutib yashash bo'ladi-da, o'zi odatda. Qachon shu vaqt kelsa qutulsam degan narsa bo'ladi. Suhbat uchun rahmat. Thank you for inviting. Вообще mazza bo'ldi. Thank you. Thank you. Katta rahmat.